Assalomu alaykum hammaga. 180 kunlik challenge'imiz davom etadi. Bugungi darsimizda ikkinchi kun, bu day 2. Kecha esa day 1 haqida gaplashgandik. Day 1 da o'zi 180 kun davomida nima qilamiz, bu challenge'ning maqsadi nima, bu challenge kimlar uchun, bu challenge'ning formati qanaqa bo'ladi, darsliklar qanday olib boriladi va hamma kerakli informatsiyalarni aytgandim. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib olsanglar bo'ladi. Demak, day 2 ni boshlaymiz. Bugun English sectiondan boshlaymiz. Demak, bugungi agendani men sizlarga birinchi tushuntirib o'tay. Xo'sh. Bugungi agendamizda as I said like English, bugun English bo'ladi. Va overall English qanday qilamiz? Yana eslatib o'taman. General English birinchi bo'lib. Birinchi General Englishga ishlaymiz, keyin SAT focused. Ya'ni General Englishimiz yaxshi bo'lsa, biz SAT Englishda qiynalmaymiz. Shuning uchun ham General Englishga ko'proq ishlaymiz. General English deganda mana vocab. O'zini vocablarni yodlaymiz. Bundan tashqari articles bor. Articles. Ularni o'qiymiz. Endi bunaqa qilaylik-da. Bir kun masalan English kunida artikellar, ikkinchi kunda book o'qisaydi, o'shanda menimcha yaxshiroq bo'ladi. Ham artikel, ham kitoblarni o'qigan bo'lamiz shu holda. Endi kitoblarga keladigan bo'lsak, qaysi kitoblar desangiz, SAT da tushadigan aynan o'sha kitoblar bor, ularning listi bor menda. O'sha kitoblardan bittasini tanlab, har xil mavzuda o'qib boramiz. O'shanda menimcha ancha foydaliroq bo'ladi. SAT focusda esa birinchi bo'lib readingdan boshlaymiz, chunki reading qiyinroq. Va bizda yetarlicha vaqt bor, xudo xolasa readingda ishlab olsak bo'ladi. Undan tashqari writing. Writing unchalik qiyin emas, writingni ham lekin ignore qilishimiz kerak emas. Demak, mana shu dars paytida men o'zi bilmagan narsalarim bo'lishi mumkin, o'shalarni birgalikda ko'rib ketamiz va bu darsda masalan homework bo'lmaydi, faqatgina mana shu class activity bo'ladi. Mana shu darsda o'ziga fokus qilib siz yetarlicha bilim olsangiz bo'ladi. Ya'ni savol ko'rayotgan paytimiz masalan to'xtatib qo'ysangiz bo'ladi. Men instruction berayotgan paytim siz eshitib not olsangiz, keyin grammar exercise yoki reading exercise, qanaqa exercise bo'lsa, o'sha joyini to'xtatib, keyin o'zingiz try qilib, keyin meni javobimni ko'rsangiz, keyin tekshirib feedback olsak, unda menimcha ancha yaxshiroq bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib General Englishdan boshlaylik-da. Undan keyin men SAT ga intro o'qib beraman. Hozir SAT introduction qilganman oldin, unaqa videolarim bor. Lekin yana bir bor review qilamiz. SAT o'zi nima, SAT da intro, ozroq format haqida va undan keyin qanday tayyorlanish kerak unga, qanaqa mavzular bo'ladi, shunga o'xshash narsalarni cover qilib o'tamiz. Endi bilmayman qancha bo'ladi bu dars. Bugun xudo xolasa endi aynan endi ikkinchi darsimiz, shuning uchun qancha aniq vaqt ketishini bilmayman. Meni fikrimcha 1,5 soat ketishi mumkin. Demak, boshladik. Vocab book uchun, vocabulary uchun men vocab book ishlatyapman. SAT Tashkent tomonidan ishlab chiqilgan, juda ham yaxshi kitob. Chunki hamma o'sha SAT da tushadigan so'zlarning kitobini bitta joyga jamlab qo'yishgan va juda ham yaxshi bo'lgan. Shuning uchun men shu kitobni tanlaganman. Demak, boshladik bo'lmasa. Xo'sh, qaysi color tanlay ekan? Green ni tanlasam ham yaxshi bo'ladi. Okay. Birinchi boshlaydigan kitobimiz College Panda 400 Words. Mana shundan boshlaymiz. Har bitta setida so'zlar bor, masalan 24 ta, 25 ta aniq esimda yo'q. Va undan tashqari exerciselari bor, tekstlar bor. O'shalarni o'qib birgalikda qilib ketishga harakat qilamiz. Demak, College Panda 400 Words bor bu yerda, Ivy Global 500 Words and Advanced Package Vocabulary bor, SAT Tashkent Words Edition 8. Shunga o'xshash so'zlar bor. Endi bularni hammasini yodlab chiqishingiz shart emas. Ya'ni aytmoqchiman, words in context-da o'zi aslida memorization degan narsa yo'q. Kontekst o'zidan chiqarishingiz kerak. Lekin sizga mana shu so'zlar beriladi, common words bular SAT-dagi. Shuning uchun why not use them, right? Shuning uchun ishlatib olish kerak, menimcha. Bu juda ham yaxshi imkoniyat. Lekin ba'zi bir so'zlar qaytarilib kelishi mumkin boshqa kitoblarda ham. Shuning uchun
eng katta foundation mani fikrimcha mana shu 400 words. Bunaqa ko'p emas, atigina 400 ta so'z. Agar masalan 20 tadan yodlasangiz ham bir kunda bemalol tugatib qo'ysangiz bo'ladi tezda. Demak, birinchi setdan boshlaymiz. Set 1. Birinchi so'zimiz erratic. Men bu kitoblarni tashlab qo'yganman aytmoqchi kanalga. Agar kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, shu kanalning shartlarini qilishingiz kerak, qo'shilish shartini. Ya'ni men Telegram post qilganman. O'sha Telegram postni yoki mana shu YouTube videoni siz 3 ta gruppa yoki kanalga farqi yo'q. Ingliz tili va matematikaga related bo'lganga tashlab qo'yishingiz kerak. Men screenshot qilib, keyin username Jahongir Gaffarovga tashlashingiz kerak. Undan keyin sizga access beriladi. Men bu hamma o'sha materiallarni tashlab qo'yganman. Bundan tashqari not qilgan materiallarimni ham tashlab boraman har kunlik. Demak, birinchisi erratic. Erratic degani bu unpredictable, inconsistent, irregular. Xo'sh. Endi mnemonics bilan yodlashga harakat qilib ko'ramiz. Mnemonicsda association degan narsa bor, ya'ni siz birinchi bu definitionini o'qiysiz. Unpredictable, inconsistent, irregular, to'g'ri? Demak, nima ekan? Bashorat qilib bo'lmaydigan, xullas kutilmagan narsa, to'g'ri? Keyin siz mana shu so'zga, mana shu erratic degan so'zga yaqin bo'lgan, mana sounding yaqin bo'lgan bitta so'z olasiz. Masalan, erratic qanaqa so'zga yaqin? Ya'ni aytilishida soundingda qanaqa so'zga yaqin va o'sha bilan definitionini associate qilasiz, ya'ni bog'laysiz. Masalan, erratic. Men o'zimga xayolimga kelgan yo'q bu so'z. Erratic. Mani fikrim, mani xayolimga radical o'sha so'z keldi. Radical. Demak, radicalda o'zi unpredictable, ya'ni extreme degan ma'noni beradi. Shuning uchun meni fikrimcha radical, erratic dan eslab qolsa bo'ladi. Endi buni 2-3 marta qaytarishimiz kerak. Erratic, radical. Demak, qaytardik. Undan keyin bitta example o'qiymiz. His erratic dance moves were so unpredictable that even the DJ couldn't keep up with the beat. Ya'ni uni dance move'lari juda ham unpredictable edi, hattoki DJ ham beat bilan keep up qila olmadi demoqchi. Antonimi predictable. So makes sense. Xo'sh. Keyingisi secluded. Secluded included. Meni xayolimga secluded included keldi. Demak, included degan so'zni yozib olaylik. Endi iloji boricha noun bo'lsa yaxshi, chunki biz associate qilishimiz osonroq bo'ladi. Mana shu so'z masalan noun bo'lsa, biz mana bu definitionini bog'lab xayolimizda visualization qilishimiz kerak. O'shandagina esimizda qolib ketadi. Qanchalik visualizationimiz extreme bo'lsa, shuncha bizda xayolimizda qolish ehtimoli katta bo'ladi. Hard to reach, hidden away. Demak, yetishga qiyin yoki yashiringan. Included. Daydi, ya'ni boshqa noun qanaqadir so'z come up qilishga harakat qilamiz. Clued. Secluded, clue. Clued. Included. Secluded, included. Meni xayolimga hech qanaqa so'z kelmadi, shuning uchun men included ni o'zini olib turaveraman. Agar sizda bo'lsa, o'zingiz uchun yodlab ketsangiz bo'ladi. Secluded, included. Endi included ga hard to reach. Buni associate qilish sal qiyinroq. Included. Nima desak bo'ladi? Nima included? Endi mana shu narsani noun ga o'zgartirib ko'raylik. Nima o'zi included bo'ladi ko'pincha? Qayerda included masalan olsak bo'ladi? Included. Sal qiyinroq so'z bo'ldi associate qilish uchun. Included. Clue. Included. Bitta so'z kelmayapti, mayli boshqasiga o'tib turaylik. Ikkinchisi emas, fluctuate. Fluctuate uchun menimcha association kerak emas, juda ham oddiy so'z bu. Bu IELTS da o'zida ham ko'p keladi. Fluctuate degan bunaqa, ya'ni tepaga pastga tushib chiqishi fluctuate bo'ladi. To rise and fall irregularly. His mood fluctuates like the stock market. Happy when he gets pizza,
but plummeting when it runs out. Ya'ni uni o'sha moodi fluctuate qilib yuradi, ya'ni har xil bo'ladi moodi demoqchi. Stock marketga o'xshab. Ya'ni o'sha aksiya bozoriga o'xshab. Masalan, pizza olsa juda ham happy, lekin moodi tushib ketadi qachonki o'sha pizzasi tugab qolsa. Stabilize bu antonimi. Ya'ni bir xil turish. Exalt. Exalt to praise, worship. Demak, praise degani, worship degani ibodat qilish desang ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Exalt, lot, exalt. Men unchalik yaxshi emasman-da, mana shu so'zlar come up qilish bo'yicha exalt. Exalt. Exalt, exalt. 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 Exalt, 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 exalt. Juda ham qiynalyapman rostini aytsam mana shu come up qilish bo'yicha, chunki men bular o'zi bilaman. Associate qilishim shart emas, lekin men o'zi qanday association ishlashini ko'rsatib berishim uchun ham bularni ko'rsatib berishim kerak edi. Exalt, hold, hold, exalt, hold, exalt, 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 exalt. Bunga ham kelmadi, juda boshqasiga qarab turaylikchi. Admonish. Admonish to warn or scold someone. Ya'ni kimnidir ogohlantirish yoki jazolash. Admonish, monish. Monish, admonish. Admon. Admon, shodmon. I think Admon, shodmon, like it's coming to my mind, like shodmon. Admon, shodmon. Admon, shodmon. Like admonish, shodmonish. I think like pretty funny. Ya'ni siz bitta shodmon degan bolani tasavvur qiling. Shodmon. O'sha shodmon keldida, birov tanishingiz bo'lsa ham mayli, tasavvur qiling, shodmon deb oling o'sha odamni. Siz uni scold qilyapsiz. Masalan, sizni aytganingizni qilmadi. Nima deylik? Masalan, siz o'qituvchisiz, tasavvur qiling. Endi meni holatimda men o'qituvchiman. O'sha shodmon degan bitta o'quvchim bor, u keldi, kech qolib keldi, men uni jazolayapman. Ya'ni men uni masalan endi ekstrem bo'lish uchun urib, juda ham o'qib, sinfdan chiqarib yubordimda, xullas. O'sha xayolim keldi. Admonish, shodmon. Shodmon, admon, shodmon, admon. O'shanga o'xshab ketadi. Ya'ni mana o'sha sheni o'tga qo'yib qo'ysa bo'ladi-da, shodmon bo'ladi-da. Shuning uchun xayolimga mana shu so'z keldi. The cat was admonished for knocking over the vase, but its smug face said, I regret nothing. Ya'ni mushuk o'sha vazani sindirgani uchun jazolandi, lekin uni o'sha yuzi, nam smug face, men hech nimadan o'qimayman, afsuslanmayman degan narsani aytib turdi. Praise degani bu antonimi. Keyin esa abrupt. Abrupt, sudden, unexpected, without warning. Ya'ni bu ham boyaga radical, erraticga o'xshab ketadi. Ya'ni sudden, kutilmaganda. Abrupt, rapt, rat, abrupt, rat, abrupt, rat. Mani hayolimga rat keldi. Masalan, sal o'xshab ketar ekan soundingida. Abrupt, rat, abrupt. Sal o'xshab ketadi. Endi balkim yanada yaxshiroq versiyalar bordir. Men hali unaqa yaxshi emasman bunaqa so'zlarni associate qilish bo'yicha. Shuning uchun endi hozir trenirovka qilish uchun ko'rsatib beraman yana bir bor. Rat, tasavvur qiling, bitta kalamush bor, katta kalamush, pushti kalamush deylik. Sizni xonangizdan yugurib o'tib ketdi. Siz dars qilib o'tirdingiz, yugurib o'tib ketdi. Bu sudden, unexpected bo'ldi-da. Kutilmaganda. Shunday yugurib o'tib ketdi. Endi tasavvur qaytaramiz. Abrupt rat, abrupt rat, abrupt rat, abrupt rat. Endi aytamiz. His abrupt decision to cut his hair at 3 a.m. left him looking like a porcupine in a windstorm. I don't know what porcupine is, chunki bu so'z unaqa ko'p ishlatilmasa ham kerak. Xullas, mana shu unexpected decision yoki sudden decision uchta anavi qilishdi. Xullasda unexpected decision qilgan sochini o'qilish uchun, turmak qilish uchun soat 3 da ertalab. Xullas, porcupine mening fikrimcha, endi yana bir bor ko'rib qo'yaylik nima ma'noligini. Just in case. Porcupine menimcha.
Tushunarli. Bu nima edi? Ismi Jayron edi. Demak, Jayronga o'xshatib qo'ydi dedi. Ya'ni u 3 ta kechki payt o'sha windstorm bo'layotgan paytda sochini oldirdi-da. Ko'chaga chiqqandan keyin sochi o'sha windga wind bo'lgani uchun shunaqa bo'lib ketdi. Jayronga o'xshab qoldi. Porcupine demak. Jayron ekan, men bilmasdim. Juda ham basic so'z, lekin baribir men bilmasdim. Gradual abruptni teskarisi. Keyin esa content, satisfied. Ya'ni nima deydi? Satisfiedni qoniqqan. Content. Bu meni fikrimga content, masalan content making bor, o'sha hayolimga keldi content. Men content deganda nima tushunaman? Ko'proq YouTube'da satisfy masalan bo'lish. Men satisfy bo'laman qachonki masalan millionta viewga erishsa deylik, millionta subscriber. Hozir masalan aytaylik 500 ta subscriberchi bo'lsa, aytaylik men millionta subscriber bo'lganda content bo'laman. Ya'ni men shu content makingdan qoniqaman. Millionta subscriber bo'lganda deylik, o'shani tasavvur qilaman. Ungacha men faqat o'sha ishlab, ko'p videolar qilib, men satisfy bo'lmasdan yurishimni tasavvur qilaman. Demak, content shunchaki. Content making bilan uladim. After eating an entire pizza by himself, he was so content that even the thought of dessert couldn't move him. Ya'ni bitta pizzani o'zi yeb o'rgandan keyin u shunchalik satisfy bo'lgandiki, hattoki dessert haqida ham o'ylamadi. Couldn't move him. Ya'ni ani o'qimadi. Uni move qilmadi. Discontent endi buni teskarisi. Eccentric, uncommon, strange, ya'ni weird, ya'ni g'alati degani eccentric. Centric. Mana hayolimga lekin center hayolimga kelyapti. Center. Ya'ni centric deganda men tushunaman, ko'proq odamlar o'zini center of attention bo'lmoqchi bo'lganlar. Ya'ni masalan aytaylik Harvey Specter deylik, har doim centerda bo'lishga harakat qiladi. Endi Harvey Specter bo'lmasligingiz mumkin. Endi men Suits'ni ko'p ko'rganim uchun masalan center of attention, Harvey Specter hayolimga keldi, centric. Harvey Specterning xarakteri ham o'zi eccentric, ya'ni strange. Men shunga ikkalasini nima deydi, associate qilishga harakat qilyapman. Eccentric. Demak, centric deganda men Harvey hayolimga keladi. Harveyning behavior qanaqa? Strange. Demak, eccentric, strange ekan degan ma'noni bildiradi. Endi aytishingiz mumkin, juda ham long process bunaqa qilib yodlash. To'g'ri, hozir boshida shunaqa tuyulishi mumkin, lekin siz o'rganib ketasiz, bu avtomat bo'ladi, tezda miyangizda proses bo'ladi o'zi. His eccentric habit of wearing socks over his shoes made people think he was either a genius or just really confused. Ya'ni o'sha g'alati habiti, bu nima deydi, shoes, o'sha oyoq kiyimini ustidan paypoqlarni kiyib olishi odamlar o'yladiki, o'shanday qilganda u geniy yoki juda ham o'sha confuse bo'lib ketgan. Demak, eccentricni teskarisi conventional. Ya'ni conventional degan o'zi traditional degan ma'noni ham beradi. Ya'ni oldingi, eski, conventional degani shunaqa ma'noni beradi. Keyin esa mired degan stuck in mud, ya'ni loyga botib qolgan. Mired, mana hayolimga keldi, wired degani endi sim, wire deylik, wire. Masalan, wire da o'zini oladigan bo'lsak, wire degan sim. Tasavvur qiling, bitta tok simi bor, o'sha elektr simi bor. U loyga botib qolganda, tok o'sha loydan ishlab chiqib qo'yapti-da. Endi nima qilishingiz uchun, yaxshi visualize qilish uchun shunaqa qilish kerak, eslab qolish uchun. Ko'proq extreme visualization ishlatishimiz kerak. Demak, o'sha loydan tok otilib chiqyapti, chunki o'sha yerda sim stuck bo'lib qolgan. Demak, mired wire. Keyin she was so mired in paperwork that even a bulldozer wouldn't be able to dig her out of her office. Ya'ni shunchalik paperworkda qotib qolgandiki, stuck bo'lgandiki, hattoki bulldozer ham uni ofisidan kovlab chiqara olmasdi, deyapti. Ya'ni mired in paperwork deganda, endi stuck da o'zi ham bo'lar ekan, demak mat, ya'ni loyga botib qolish emas, demak faqatgina biror narsaga juda ham kirib ketish. Menimcha mired degan ma'noni beradi. Buni teskarisi free.
Mired busy degan ekan aka. Bo'ldi, tushunarli. Keyingisi colloquial used in casual conversation. Demak, oddiy conversationda ishlatiladigan biror bir narsa. Colloquial. Nima desak bo'ladi? Colloquial, colloquial, liqual, liqual, colloquial, alloquial. Colleague. Mani hayolimga colleague hayolimga keldi. Colleague. Colleague, colloquial colleague. Sizni kollegiz, colleague deyiladi. Ya'ni sizni hamkasbingiz. Tasavvur qiling, bitta yaxshi hamkasbingiz bor, juda ham yaqin hamkasbingiz, birga ishlaysiz yoki o'rtog'ingiz deylik. Siz nima qilasiz buni? Har doim casual language, ya'ni formal language da gapirmaysiz, casual, ya'ni informal language da muloqot qilasiz. Demak, colloquial colleague, colloquial colleague, colloquial colleague. O'shani eslab qolsak bo'ladi. His speech was so full of colloquial slang that even his grandma said, "Bruh, I don't understand you." Ya'ni uni o'sha gapirishi shunchalik casual slanglarni ishlatardiki, hattoki uni o'sha buvisi, "Yo, men seni tushunganim yo'q" dedi. Colloquial da teskarisi formal, ya'ni bu informal degani colloquial, oddiy tilda. Keyingisi reconcile, reconcile. Reconcile degan meni hayolimga consul keldi. Consul. British consul deylik, masalan, reconcile, consul. Nima degan ekan? Settle one's differences, make compatible, bring back to peace. Demak, moslashtirish, make compatible degani yoki biror bir narsani tinchlikka olib borish. Make compatible desak menimcha yaxshi tushadi, ya'ni moslashtirish desak, consul. Consul nima qiladi? British consulni tasavvur qiladigan bo'lsak, hammani compatible score'ini aytadi. Ya'ni aytaylik, aniq o'zini nima score'ga worse bo'lsa, o'quvchi, masalan, kandidatimiz qanaqa score'ga loyiq bo'lsa, o'sha score'ni aytib beradi British consul, to'g'rimi? IELTS darajasida, English darajasida shunaqa. Endi o'shani eslab qolsangiz bo'ladi, make compatible, ya'ni o'shani moslashtirib beradi ballarini English level bilan. Reconcile consul, reconcile consul, reconcile consul. They finally reconciled after their epic debate over whether pineapple belongs on pizza. Spoiler, it doesn't. Boshqa narsa settle. Settle ma'nosi ham bor, ya'ni nima deydi? Settle degani come to agreement deganda o'zi settle. Kelishish. Ya'ni ular kelishdi debatdan keyin, o'zlarining debatidan keyin. Ya'ni pineapple pizzada bo'lish kerakmi yo'qmi? O'sha ananas pizzada bo'lish kerakmi yo'qmi? Spoiler beryapti, yo'q, u bo'lish kerak emas deyapti. Strange, men bu so'zni birinchi marta eshitdim, rostini aytsam, strange degandi. Lekin strange degan so'zdan menimcha bog'liq strange degan so'zga. Lekin ko'raylik, mayli, nima ma'noni berar ekan. Cause someone to feel less close, affectionate or connected to another person. Settled teskarisi, ya'ni o'sha strange ga bog'liq, ya'ni strange degani begona degan ma'nosi ham bor, to'g'rimi? Ya'ni begonalashtirish degan ma'noni beradi, strange. G'alatilashtirish emas, begonalashtirish kerak. Bu yaqinlashtirish bo'lsa, reconcile, o'zbekchasi, mana endi tushundim. Yaqinlashtirish bo'lsa, bu begonalashtirish, antonimi. Alienate. Alien degan so'z hayolimga keldi. Alien. Yoki alien da olaveraylik, mayli. Alien. Alienate, alien. To cause someone to feel isolated or lonely. Endi alien bu o'sha o'zga sayyoralik degani. O'zga sayyoraliklar har doim o'zi lonely bo'ladi, isolated, odamlardan uzoqda, to'g'rimi? Nechidir galaktika uzoqda bo'lishi ham mumkin alienlar. O'zi bormi yo'qmi degan savol ham bor. Tasavvur qiling, o'sha alienlar isolated bo'lgani, bizdan uzoqdaligi. Alienate alien, alienate alien, alienate alien. Shu bilan eslab qolsak bo'ladi. His decision to start every conversation with a detailed history of traffic lights quickly alienated all his friends. Ya'ni har doim conversationda traffic light bilan boshlash o'rtoqlarni uzoqlashtirib yubordi demoqchi. Keyin qaranglar, bu verb.
Bu hech qanaqa noun emas. Befriend degani endi friend, befriend juda ham oddiy so'z menimcha. Do'stlashish. Bu sizda do'stlaringizdan uzoqlashtirsa, sizda isolated qilsa, bu sizda do'stlashtirish antonimi. Befriend. Xo'sh, keyin esa distinguish. Distinguishga hech qanaqa menga so'z kelmayapti. Distinguish, distinct. Meni hayolimga distinct degan so'z keldi. Distinct. Distinguish, distinct. Distinguish, distinct. Distinct degani bu unique bo'lib turish. To tell the difference between. Distinguish o'zi tells the difference between. Distinct degan unique. Demak, unique taraflarini aytadigan bo'lsak narsalarni yoki o'sha obyektlarni, odamlarni farqi yo'q. Bu tells the difference ga ham yaqinroq. Distinguish, distinct. Distinguish, distinct. Menimcha yaqin so'z, shuning uchun ham mana shu so'zdan eslab qolsak bo'ladi. He could barely distinguish between his identical twin brothers until one started wearing neon green socks every day. Ya'ni o'sha twinlarini orasida u ajrata olmadi. Bir kun lekin o'sha bitta twini yorqin yashil paypoqlar kiyishni boshlagandan keyin u ajratishni boshladi. Demak, keyingisi confuse, antonimi confuse ekan. Demak, distinguished bu farqlarni aytish bo'lsa, confuse esa bu antonimi, ya'ni chalkashtirib olish. Adequate 14-so'zimiz. Bu unaqa qiyin so'z emas, menimcha adequate. Adequate degani, ya'ni o'sha enough, acceptable, sufficient. O'zi adequate degani enough ko'pincha men o'zimda experienceimda ko'p joyda kontekstda enough degan ma'nosida ko'rganman. Endi mayli, biror bir so'z come up qiladigan bo'lsak, adequate, 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 quat. Mayli, men hayolimga quat keldi. Adequate, quat. Quat deb o'qilmaydi, quat, to'g'rimi? Adequate. Bu ham o'xshab ketadi soundingi. Adequate, quat, adequate, quat, adequate, quat. Quat degan o'sha power bank bor, to'g'rimi? Hayolimga o'sha keldi. Har doim mana o'zi yetmaydi, to'g'rimi? Nima deydi? Zaryadi o'sha power banklarni. Masalan, siz 2-3 marta zaryad qilmoqchi bo'lsangiz, unaqa ko'pga yetmaydi. Shu endi tasavvur qilamiz, biz 100 ta fonni bemalol charge qilamiz o'sha quat bilan, juda ham tez. Tasavvurimizda quat bilan, o'sha bitta power bank bilan. Adequate quat, adequate quat, adequate quat. Okay. His cooking skills were adequate. Let's just say the fire alarm got a workout, but the pizza wasn't that burned. Demak, uni cooking skilllari yetarli edi. Ya'ni aytmoqchiki, o'sha fire alarm ham bo'lganda ishlab ketgan edi, hali pizzasi kuyib ketmagandi. Adequate teskarisi inadequate. Juda ham oddiy. Keyingisi content. Bu contentga o'xshab ketadi, qarang soundingi, lekin oxiri d bilan tugayapti. Content. Boya contentga yo'q, sal chalkashib ketib qolishimiz mumkin. Content. End, content, end, content, end. Menimcha end bilan end bor, tugatish. O'shan bilan associate qilsak bo'ladi. To deal with someone or something, to claim or state a belief confidently. Deal with someone or something, to claim or state a belief confidently. Masalan, bitta bully bor, tasavvur qiling. Sizda har doim anaqa qiladigan, pick up qiladigan, ya'ni o'sha bitta bully borda. O'sha bullyni siz deal qilyapsiz, ya'ni gaplashib yoki urush qilib gaplashyapsizda, o'sha sizda debatingiz, argumentlaringiz hammasi tugayapti. Hamma o'sha suffer qilganingiz tugayapti. O'shanni o'qisak bo'ladi. Visualize qilsak bo'ladi. Ya'ni content end, content end, content end, content end. Ya'ni o'sha bully bilan tugashingiz, o'sha end qilishingiz, o'sha hamma narsani bu dealing with bo'ladi. Ya'ni deal with degan biror problemani hal qilish yoki biror bir odam bilan yoki biror narsa bilan. Ikkinchi ma'nosi ham bor, claim or state a belief confidently. Claiming, biror narsani aytish. Ya'ni o'sha endingga relate qilsak bo'ladi, ya'ni
I'm not afraid of you deb masalan aytyapsiz, claim qilyapsiz. He contended with his alarm clock every morning as if it was a fierce battle between sleep and reality. Ya'ni u aytibdiki, o'sha budilnigi har o'sha har tong как будто battle'ga o'xshagan ekan. Uyqusi va haqiqat olami bilan hanuz battle ekan. Buni aytishiga ko'ra. Content teskarisi antonimi surrender. Surrender degani u o'sha taslim bo'lish. Demak, content degani taslim bo'lmaslik. Keyingisi skeptical. Bu menimcha unaqa qiyin so'z emas. Bunga association menimcha shart emas. Lekin mayli, shart bo'lganda ham qanaqa so'z qo'ygan bo'lardik. Skeptical, tickle, aptical, skeptical, 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 tickle. Juda ham qiyinlashib ketyapti oddiy so'zlarga. Skeptical, skeptical, skip. Yo, juda ham oddiy bo'lib qolar ekan. Skeptical, skeptical, aptical, skip, tickle. Mayli, hayronga biror narsa kelmadi. Mayli, skepticalga qo'ymaymiz. Having doubts degan agar bilmasangiz, ya'ni shubha bo'lishi. She was skeptical about the miracle face cream that claimed to make her look 20 years younger overnight. Ya'ni o'sha kremga ishonmagandi. Ya'ni shubha bilan qaradi. Okay. Skeptical teskarisi trusting. Keyingisi enfranchise. Enfranchise degani men hayolimga bitta so'z kelgan, franchiza. O'sha so'z hayolimga keldi. Give the right to vote. Enfranchise degan giving the right to vote, ya'ni right berish. Ovoz berish bo'yicha yoki shunchaki right berish biror bir odamga. Ya'ni franchiza degani ham xuddi shu ma'nodan keladi. Siz franchisez bo'lsa, biror bir aytaylik biznesda yoki biror bir narsada sizda rightingiz bo'ladi. O'sha narsani own qilishga yoki o'sha narsani run qilishga sizda rightingiz bor. O'sha giving the right yoki having the right desak ham menimcha to'g'ri bo'ladi enfranchise-da. Enfranchise, franchise, enfranchise. Shunday eslab qolsangiz bo'ladi. Okay, the town held a parade to celebrate when they finally enfranchised the local raccoons, though they immediately voted for more trash cans. Raccoon de men o'zbekchasiga bilmayman, lekin qanaqa hayvonligini bilaman. Sizlarga ko'rsatish uchun yana bir bor ko'rsatib o'taman. Raccoon degani o'sha suvda bo'ladigan bitta hayvon bor edi. Nima edi bu? Rostini aytsam esimdan chiqdi. Adashmasam, ya bilmayman, xolos Avengers'da bor bu. Avengers'ni ko'rgan bo'lsanglar, mana shu hayvon bor. Mana shu raccoon deyiladi. Xolos. Sorry for my Uzbek. All right. Demak, aytayotdiki, o'sha shaharda parad bo'ldi bitta. Local raccoons'ni anaqa qilish bo'yicha, support qilish bo'yicha menimcha. Ya'ni o'sha local raccoons'ga anaqa qilishda, vote berishdi. Enfranchise teskarisi disenfranchise yoki enslave. Tushunarli. Keyingisi o'tamiz. Sophisticated. Sophisticated bu ham oddiy so'z, bunaqa qiyin emas, bunga association menimcha kerak emas. Lekin men hayolimga qanaqa so'z keldi, association bo'lgan, sophisticated, Sofia. Sofia degan o'sha brand hayolimga keldi. Sofia sophisticated, Sofia sophisticated. Ya'ni Sofiani o'zi branchiga qarasangiz ham, o'sha Sofia o'sha pastryga qarasangiz ham, o'sha branchlariga sal complicated systemda ishlaydi. O'shani o'qisak bo'ladi, example qilib olsak bo'ladi. O'zi sophisticated degani complicated, a lot of experience. Ya'ni Sofiyada ko'p experience bor va juda ham complicated systemda ishlaydi. O'shandan eslab qolsak bo'ladi. Sophisticated Sofia. His sophisticated taste in cheese made him the only person who actually knew what gorgonzola was at the party. Xolos, sophisticated, juda ham complicated taste bo'lgan ekan o'sha sirga. Endi qolgan o'qishimiz shart emas menimcha. Naiv degani bu antonimi sophisticated. Ya'ni experience kam. Keyingisi radical. Mana boya aytdim radicalni. Radicalni ma'nosi juda ham ko'p o'zi. Kontekstga bog'liq bu. Lekin asosiy ma'nolari complete, fundamental, extreme. Extreme deb olsak bo'ladi. Radical, erratic. O'shanga aniq qolaylik, associate menimcha ancha osonroq bo'ladi.
His radical idea to solve all the world's problems by making every Friday free ice cream day was met with mixed. Ya'ni uni shunaqa ekstrem ideyasi bo'lgan ekan. O'shani aytmoqchi. Conservative esa bu teskarisi. Conservative bu traditional desak ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Formulate kengisi. Formulate deganda men hayolimga formula hayolim keldi. Formulate formula. Create or think up. Bu verb ekan, ahamiyat bering. Biror narsani yaratish yoki o'ylash. Formula o'zi nima? Formula orqali biror narsani misollarda yoki masalalar yechasiz, to'g'rimi? Shundan eslasak bo'ladi. Formulate formula. She formulated a full proof plan to sneak past her dog. Step 1, tiptoe. Step 2, realize dogs can hear everything. Ya'ni u zo'r plan tuzibdi o'sha kuchugida oldini o'tishga. Birinchi stepi o'sha oyoq uchida yuramiz, ikkinchisi bu doglar, o'sha kuchuklarimiz hamma narsani eshita olishini biz anglashimiz. Demak, uni antonimi destroy ekan. Ya'ni buzib tashlash. 21 attest. Mana hayolimga test degan so'z keldi. Test. Test nima qiladi? Siz confirm qiladi, verify qiladi, siz knowledge to'g'rimi? O'shanda eslab qolsangiz bo'ladi. Test. What does test do? It confirms, verifies our knowledge. He could attest to the fact that eating 10 tacos in one sitting was not a good life decision. Ya'ni u verify qila olardiki, bitta faktni 10 ta takoni bitta o'tirish yaxshi hayot qarori emasdi. Antonimi deny. Demak, attest antonimi deny. Rad qilish. 22 vaccine deganda vaksina hayolim keldi. Mana hayolimga vaccine. Vaksina olishni hamma ham yoqtirmaydi, annoying. O'sha ayniqsa bolalar tasavvur qiling, kichkina chaqaloqlar aytaylik, masalan, necha oyligida qiladi, aniq bilmayman, balkim 10 oyligidadir, balkim 9 oyligidadir. Aytaylik, masalan, 10 oylik chaqaloq bor, u juda ham yig'lab, hamma joyda bardak qilib tashadi-da, o'sha vaksina olayotgan payt. Demak, vaccine degan annoying, irritating. The constant buzzing of the fly around his head was so vexing that he considered giving it a name just to yell it properly. Demak, o'sha uchib yurgan bitta narsa har doim o'sha ovozi boshida juda ham uni mana jahlini chiqaribdi. Shuning uchun u nom berib unga baqirishni nima qilibdi? Qaror qilibdi. Pleasing degani bu teskarisi o'sha vexingda. 23 unassuming. Assume degan so'z meni hayolimga keldi. Assume degan o'ylash, to'g'rimi? Endi ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, unassuming da humble, o'ylab o'tirmaydi. Humble degani o'zi nima edi o'zbekchasi? Kamtar inson. Ya'ni siz biror bir narsani siz maqtasangiz yoki o'qisangiz, u kamtar turaveradi yoki o'zi umuman maqtanmaydi. Ya'ni assume qilib o'tirmaydi achievementlarini yoki o'zini o'sha yaxshi qualitylarini o'ylab o'tirmaydi. O'shaning uchun ham o'sha narsalar o'ylamaydi deb o'qisak bo'ladi, relate qilsak. Unassuming assume. The unassuming librarian turned out to be a ninja in her free time, proving you can judge a book by its cover. Ya'ni o'sha kamtargina o'sha kutubxonachimiz ninja bo'lib chiqdi. Ninjami o'zbekchasiga? Men esidan chiqib qoldi. Ninja bo'lib chiqdi-da. Xullas aytyapti, odamni o'sha kitobning muqovasiga qarab baho berma deb. Arrogant buni teskarisi, o'sha maqtanib, arrogant bo'lgan odamni o'sha teskarisi bu. Course. Men hayolimga course deganda course keldi, oddiy kurs. Course, to pressure or force someone to do something. Ya'ni biror bir narsani nima deydi? Majburlash. Kurs. Endi kurslar nima qiladi? Masalan, o'quv markazlariga borsangiz, sizni majburlab qoldirishga harakat qiladi. O'shandan masalan misol qilib olsangiz bo'ladi. Course. He coerced his little brother into trading his chocolate bar for a carrot by promising it was just as tasty. It wasn't. Ya'ni u kichkina o'sha ukasiga shokoladni almashishini nima qildi? Majburladi. Kichkina unga sabziga. Keyin aytdiki, u juda ham mazali edi, lekin mazali emas.
Persuade buni teskarisi. Demak, coerce majburlash bo'lsa, persuade uni ko'ndirish, shunchaki yaxshi yo'l bilan. Bu negativ ma'noda. Endi 25 adapt. Adapt. Mani hayolimga that degan so'z keldi, ya'ni that degani qarz. That yoki that deylik, mayli. Adapt that. Ya'ni otangizda tasavvur qiling, biror narsada juda ham yaxshi bo'lgan, very skilled at something. Masalan aytaylik, mani holatimni qaraydigan bo'lsak, my dad is very good at driving. So, mana shuni o'ylayapman. Adapt that. Dada nimada yaxshi? Masalan, drivingda very skilled. O'zi dada deganda masalan driving hayolim keladi, o'shanda yaxshi bo'lganlar. Masalan, she was so adept at parallel parking that she could fit a bus into a space meant for a bicycle. U juda ham parallel parkovkada zo'r ediki, deyapti. Hattoki u o'sha avtobusda ham bicycleni o'sha parkovkasiga qo'yib qo'ysa bo'lardi, qo'ya olardi. Endi teskarisi bular inept, mediocre, amateur. Demak, ko'rib chiqdik. Endi boyagi ba'zi bir so'zlar qolib ketganini biz boshida biror bir so'z kelmadi xayolga. Secluded. Menimcha includedni o'zini olaveramiz. Lekin sal complicated bo'lib qoladi-da, mening fikrimcha. Xo'sh. Nima desak bo'ladi? Qiziq. Ibotdagi o'chirg'i chiqqan ekan. Men rostini aytsam bu programmani birinchi marta ishlatyapman, shuning uchun sal familiar emasman ba'zi bir narsalar bilan. Xo'sh, o'chirg'i chiqqan, eraser, come on. Tools, form, pages, edit, fill. Come on, there should be eraser. Eraser yo'q ekan, tavba. Mayli, davom etaveramiz. Lekin yomon eraser bo'lmasligi. Qanday o'chiramiz keyin? Okay. Mayli, birinchi kundan, ya'ni ikkinchi kundan sal bunaqa texnik ishlar bo'lib turishi mumkin. Endi to'g'ri yozishga harakat qilamiz, o'chirmaymiz shunda. Secluded. Clue. Mana hayolimga secluded clue keldi. Shunchaki clue ko'pincha hidden bo'ladi-da, ya'ni clue degani nima deydi? Ideya berish, clue berish. Clue degani sizga yordamchi o'sha ideya. Endi bilmayman o'zbekchasiga qanday bo'ladi. Shu clue degani o'zi aniq bo'lmaydi, yashiringan ma'no bo'ladi o'zi yashiringan ideya. Secluded clue. O'shandan eslab qolsak bo'ladi menimcha. Keyingisi exalt. Exalt. Mana hayolimga zolota degan so'z keldi. Zolota. Ya'ni gold degani to'g'rimi? Zolota degani ruschada o'sha oltin, to'g'rimi? Exalt zolota. Endi ko'p kishi o'shani worship qiladi. Oltin uchun desa, masalan, o'sha nima deydi? Praise, worship qilib yuboradi zolotaga. O'shani eslab qolsak bo'ladi. Exalt zolota. Contentga contentni o'zini aytdik. Endi bir takrorlab chiqaylik. Erratic deganda radical bilan anaqa qildik, associate qildik. Radical bu juda ham extreme, unexpected edi. Secluded biz uni clue ga o'zgartirdik. Clue bu hidden narsa ko'pincha. Fluctuate juda ham oddiy so'z. Exalt zolotaga anaqa qildik. Ko'p kishi praise qilishi zolotani. Admonish shodmon kech qoldi. O'shani siz jazolayapsiz. Abrupt, rat shunday pushti rat juda ham tez o'tib ketdi. Bu unexpected bo'ldi. Content. Bu content making bilan content makingda 1 million masalan subscriberga erishmagungacha satisfied bo'lmasligim. Eccentric, centric masalan Harvey Specter dedik. Harvey Specter centric bo'lgani. Ya'ni juda ham strange anavi behavior bor. Keyin esa wired yoki wiredda o'ziga aniq qildik. Tok masalan loyiqa joyda anavi elektr simi o'tganda juda ham o'sha elektr katta lightning bo'lib tarqalib o'tdi. Bu stuck, o'sha elektr tokini stuck bo'lib qolganini bildiradi.
keyin esa colleague bilan qanaqa tilda gapirasiz? Siz juda ham casual tilda. O'shani misol qilib oldik. Reconcile, council, ya'ni British Councilda aytdik. Sizda anavlaringizni compatible qilib beradi. Skorlaringizni compatible qilib beradi. Alienate, alien xayolimizga keldi. Bu alienlar bizdan uzoqda, isolated, o'sha xayolga kelsin. Distinguish, distinct, ya'ni distinct degani unique edi. Distinguish degani o'sha distinct degani unique taraflarni aytish, ya'ni farqlarni aytish. Adequate, quad xayolga keldi, to'g'rimi? O'sha power banklar bilan 100 ta o'sha charge qilamiz bitta power bank bilan. Ya'ni enough batterysi bor. Enough da ana o'qisak bo'ladi. Content end dedik. End degani o'sha booleanni end qilishingiz, bu dealing with. Skeptical oddiy so'z edi. Franchise xayolga keldi bunday. O'sha franchiza right bo'lishi sizda. Sophisticated Safiya keldi, ya'ni ko'p experience bor. Complicated system. Radical boshidagi bilan bir xil. Formula, ya'ni creating biror narsani. Test, ya'ni test nima qiladi? Bizda verify qiladi knowledge'imizni. Vaccine, o'sha kichkina chaqaloq, o'sha yig'layotgani, sizni asabingiz o'ynayotgani xayolimizga kelsin. Unassuming, ya'ni o'sha achievementlarni assume qilmaydigan odam. Unassuming. Bu degani humble. Course, ya'ni kursda nima qiladi? Sizni force qiladi o'sha kursda qolishingizga o'quv markazlari. Oxirgisi adapt dedim. Masalan, men drivingda juda ham yaxshi bo'lganlar. Shunaqa juda ham ko'p vaqt oldi. Endi birinchi bo'lgani uchun shunaqa ko'p vaqt oldi, lekin juda ham muhim bu so'zlar. Endi keyingilarini ko'ramiz tekstda. Xo'sh. Reading time, architectural dance, understanding planetary formation. The formation of planets is a process that has long vexed and fascinated astronomers and astrophysicists alike. Demak, planetalarda o'sha yaralishi bu shunaqa prosesski ko'p kishini fascinate qilgan va ana vexed qilgan deyapti. Menimcha vex bu holatda balkim manadir jahlini chiqarishmasdir. Vexing esingizda bo'lsa, vexing jahlini chiqarish annoying edi. Balkim annoying, lekin bu ma'noda unaqa ma'noda kelmayapti shekilli. This celestial phenomenon begins with the secluded depths of stellar nurseries, vast clouds of gas and dust mired in the gravity of newly forming stars. Bu celestial degan o'sha koinotdagi fenomen nima bilan boshlanar ekan? Secluded. Clue-ni eslang, secluded deganda o'sha hidden away. Ya'ni juda ham hard to reach deylik, hidden away. Hard to reach bo'lgan depthslarga borish bilan boshlanar ekan. Nursery, men bilmayman rostini aytsam nima degan. Stellar degan o'sha koinotdagi o'sha interstellardagi stellar, mening fikrimcha yulduzlar nimasidir. Va vast clouds of gas bu aytib nimaligini tushuntirib beryapti, ya'ni nurseryni. Juda ham ko'p gaz va aroni changda bitta joyda yig'ilgani. In the gravity of newly forming stars, ya'ni yangi starlar yaralayotgan payti uni gravitatsiyasini ichida bo'lishi, mana shu gazlarda va dustda mired bo'lishi. Mired degan wire, tasavvur qiling. O'sha wire xayolingizga kelsin, bitta joyda bo'lishi, juda ham moslana bo'lishi. Cluster bo'lishi bu yerda menimcha shu ma'noda kelyapti. Lekin qarasangiz, bu so'zlardachi o'zi kontekstdan ham chiqarib ketsa bo'ladi, mening fikrimcha. Unaqa yodlab o'tirish shart emas edi, lekin chunki ma'nolar sal boshqacharoq bo'lyapti-da. Ko'rganingizdek, kontekstga qarab o'zgaradi. As these clouds fluctuate under gravitational forces, clumps of matter start to coalesce, setting the stage for planet formation. Ya'ni mana shu cloudlarimiz rise and fall irregularly bo'lsa, ya'ni tepaga pastga chiqib tushaversa, gravitational force da matter bu modda. Moddamiz coalesce qilishdi, ya'ni moddamiz paydo bo'lishni boshlaydi va undan keyin planetamiz paydo bo'lishni boshlaydi. In these early stages, mana shu boshlang'ich stagelarimizda tiny particles collide and stick together. Ya'ni o'sha kichik partikellarimiz bir-biri bilan urushadi, ya'ni to'qnashadi va yopishib qoladi. A process both erratic and radical in its nature. Ya'ni erratic da radical dedik o'zi ikkita ma'no bir xil ekan bu yerda. Juda ham extreme bu anonda nature-da. O'zi bunaqa urilib, keyin yopishib qolish kerak emas demoqchi-da. Bu juda ham ekstremal holat.
Over time, these particles grow into larger bodies known as planetesimals, which are adept at gathering more mass due to their increased something. Ya'ni ko'p vaqt o'tgandan keyin bu partikellarimiz, bu moddalarimiz o'sha ko'p anolarga kattaroq badilarga o'sarkan, kattaroq planeta bo'ladi demoqchi. Va bular ko'proq massa yig'ishda yaxshi bo'ladi. Va nima uchun ekan? Gravitation pull yaxshi bo'lgani uchun, oshgani uchun. It's a process that attests to the sophisticated dance of cosmic forces. Ya'ni bu prosesimiz o'sha verify qiladi nimani? Cosmic forcelarni borligini, complicated cosmic forcelarni borligini verify qiladi bu prosesimiz. Where each action and reaction can lead to the birth of a world. Ya'ni bu actionlarimiz va reaksiyalarimiz yangi hayotni yaralishiga olib kelishi mumkin. As this planetesimals gather more material, ya'ni mana shu narsalarimiz ko'p material yig'ish orqali their growth becomes more abrupt. Ya'ni bularni o'sishi sudden bo'lar ekan. Juda ham rat dedik, esingizda bo'lsa, abrupt sudden, coursing neighboring debris into a growing planetary body. Coursing deganda men xayolimga ham coursing degan so'z xayolimga keldi, ya'ni so'kish. Lekin biz kurs deb qoldik, ya'ni o'sha forcing degan ma'noni berardi. Ya'ni yonidagi debris degan o'sha musor, o'sha toshlar bitta joyga sochilib ketgan o'sha debris deyiladi. O'sha kosmosdagi yonidagi debrislarni force qiladi boshqa badilarga o'sishiga. This phase is alienating for smaller objects that are pushed away or absorbed. Bu fazamiz kichkina obyektlarni izolyatsiya qilyapti. Qaysiki ular bo'lib ketgan, chekkaga surilib ketgan. Leaving behind a secluded protoplanet that gradually clears its orbit. Secluded degani boyagi narsa, ya'ni hidden away yoki hard to reach. O'sha planetlarni qoldirib ketdi. The eccentric behaviors of these emerging planets are crucial as they contend with residual gas and debris to carve out their definitive path. Bu g'alati behaviorlari mana shu planetalarda juda ham muhim, chunki bular gazlar bilan, o'sha yerdagi gazlar va debrislar bilan deal qiladi. Nima uchun? Ya'ni o'ziga yo'l qo'yish uchun, yo'l yasash uchun shunaqa gazlar bilan shug'ullanadi. Astronomers exalt these processes, ya'ni bularni juda ham yaxshi proses deydi mana shu astronomlarimiz, using colloquial terms like cosmic snowballs or protoplanetary bullets. Ya'ni mana bu narsalarni slangda yoki o'sha casual language nima der ekan, cosmic snowballs, ya'ni kosmik qor yo anosi to'pi yoki protoplanetary bullet something. They remain skeptical, bular hali ham shubhali bo'lib turadi. However, about our current understanding, always pushing for more data to reconcile theories with observable evidence. Lekin bizni tushunishimiz bo'yicha hozir bular theorylar bitta joyga yig'ilyapti, ko'p evidence bilan. This ongoing quest to distinguish the specifics of planetary genesis highlights both the adequate and inadequate aspects of our current knowledge. Ya'ni bu o'sha questimiz, ketadigan ishimiz mana shu planetlarni orasida farqlarni specific, ya'ni o'sha detallarini farqlashimizga yordam beradi. Keyin bizga o'sha yetarli va yetarli bo'lmagan bilimimizni ko'rsatishga ham yordam berar ekan. Sophisticated simulations, ya'ni mana shu juda ham complicated bo'lgan simulyatsiyalarimiz va observationlarimiz, ya'ni kuzatishlarimiz teleskopdan scientistlarimizga nimaga yordam berar ekan? Modellarni yaratishga. Qaysiki mana shu gaz va anovimiz, changimiz o'sha sistemalarga aylanar ekan, planetary sistemlarga. These systems offer unassuming, ya'ni bular humble desak g'alati bo'lib qolar ekan. Mayli, low-key oddiy proses deylik. Oddiy proseslar boshida keyinchalik bular environmentga support life qilsa bo'lar. Ya'ni boshida oddiy bu proses bo'lgan, keyinchalik hayot olib kelish mumkin demoqchi. Ko'rganingizdek, inferensiya mana bu narsalarni aynan bitta so'zlar bilib olishingiz shart emas, chunki siz kontekstdan chiqarib ketsangiz yaxshiroq. Men bular so'zini o'ylab o'tirsam, men chiqara olmayman-da ma'nosini. Xuddi shu narsa qilishingiz kerak sizdan.
A testament to the inevitable progression from simplicity to complexity, ya'ni simpledan kompleks o'tadigan bu o'sha process. As the scientific community continues to delve deeper into the mysteries of planetary formation, there remains a need to reconcile the discrepancies between theoretical predictions and empirical observations. O'sha communitylar o'sha ko'p mana shu narsalar o'rganadigan paytda haliyam o'sha discrepancy, ya'ni discrepancy degani differences deylik, predictionlar va observationlar, ya'ni o'sha practical observation va teoriya va praktikada haliyam ana ular bor demoqchi. Talab bor bularni moslashtirishga. Senior researchers often admonish younger scientists, ya'ni katta tadqiqotchilarimiz yoshroq olimlarni o'sha urishadi. Nimaga? Approach these anomalies with a critical eye, ya'ni mana shu narsalarni juda ham muhim careful critical eye bilan qarashdi. Warning, ya'ni warn qilar ekan, ya'ni ogohlantirar ekan. Failure to rigorously test and challenge existing theories could alienate the field from foundational scientific principles. Ya'ni mana shu narsani test qila olmasligimiz bizda muhim bilimlarimizni olib tashlaydi demoqchi. Moreover, the data itself can sometimes seem to course a change in long-standing beliefs or theories, pushing the boundaries of what is known and expanding the horizons of our cosmic understanding. Va bu data ba'zi paytlar bu o'zgarish olib kelishi mumkin bizda anolarimizda, ishonchlarimiz va teoriyalarimizda. Bu yangi data. Va nima kengayyapti, nima bizga nima deydi, nima bilamiz, o'shalar haqida bizda limitlarimizni olib tashlaydi demoqchi. This dynamic interaction ensures that the study of planetary formation evolves continually, preventing any single hypothesis from stagnating without due concentration. Ya'ni bu interaction, dynamic, har doim o'zgaruvchi interaction planet form qilishda har doim rivojlanib keladi va hech qanaqa bitta gipoteziyani ko'zdan qoldirmaydi demoqchi. Demak, juda ham hard text ekan fikrimcha, ya'ni tarjima qilish uchun juda ham qiyin, lekin juda ham foydali meni fikrimcha. Endi quizda ishlab ko'ramiz. Bu oson bo'ladi meni fikrimcha. The weather was so that no one could predict. Demak, no one could predict deyapti. Qaysi so'zni o'rgandik? Unpredictable ga erratic esingizda bo'lsa. Demak, erratic deb tanlaymiz. The old house was deep in the woods, making it the perfect hideaway. Hideaway esingizda bo'lsa clue, secluded. O'shandan eslab qolaverdik. Demak, C javob. Uchinchisi, stock prices tend to throughout. Stock price o'zi aytdik, fluctuate deb boya esingizda bo'lsa. Moodi fluctuate qiladi stock price ga o'xshab. Rising and falling unpredictably. Demak, fluctuate tanlaymiz bu yerga. To'rtinchisi, the community gathered to their leader, showing their admiration with songs. Admiration, praising nima edi? Esingizda bo'lsa bu exalt edi. Demak, exalt qidiramiz, mana bor ekan. Fifth, the teacher had to the students for not completing their homework on time. Demak, complete qilmagani homeworkda nima qiladi? Jazo oladi. Demak, admonish deb tanlaymiz. Shodmon, admonish. Shodmon jazolandi. 6. His departure from the meeting was so that no one had time to ask him any questions. The sudden exit. Demak, sudden degan so'zni qidirishimiz kerak. Sudden, eccentric, abrupt, erratic, waxing. Demak, biz abrupt degan so'zni sudden dedik. Demak, shuning uchun B bo'ladi. 7. She was so with her meal, feeling satisfied with the delicious food, she leaned back in her chair with a smile. Ya'ni satisfied degan so'zni qidiramiz. Bu content edi, esingizda bo'lsa. Demak, content. His clothing choices often drew attention as he preferred to wear mismatched patterns and bright colors. People found his style both strange and intriguing. Strange degan so'zni qidiramiz. Ya'ni eccentric edi, esingizda bo'lsa. Bor ekan mana, A. After the heavy rains, the tractor became in the field couldn't move. The mud. Okay, the mud that is stuck in mud. Demak, bu nima edi? Mired. Esingizda bo'lsa. He preferred using expressions when talking to friends, opting for casual, everyday language instead of formal speech. It makes the conversation feel more relaxed. Conversation nima dedik? Casual conversation bo'lsa, biz colloquial dan eslab qoladik. Colloquial esingizda bo'lsa. Demak, B. Juda ham yaxshi. Demak, menimcha juda ham in-depth kirdik. Yaxshi exerciselar bo'ldi. So'zlar o'rgandik. Bularni yana takrorlaymiz keyingi safar. O'zingiz ham takrorlashga harakat qiling. Juda ham ko'p vaqt oldi endi. Artikellarga o'tamiz endi.
Xo'sh, endi qancha artikel ko'rgani ulguramiz yo'q. Menimcha bugun bitta artikelni o'qib tursak bo'ladi. Men planim bo'yicha 3 ta edi, chunki men o'ylagandim vocabni tez o'rganib tashlaymiz deb, lekin unaqa bo'lmadi. Mayli. Why to study? Nimaga o'qishimiz kerak? Do you think attending school and doing projects for your college is a waste of time? Ya'ni maktabga borish yoki proyektlar qilish kollejda bu sizningcha vaqt anosimi? Waste of time. Endi har bitta so'zni men tarjima qilib ketmayman, sizga tushuntirib ketishga harakat qilaman, chunki grammar structure sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men iloji boricha o'sha English so'zlarni ishlatib tushuntirishga harakat qilaman. If you do, ya'ni waste of time deb o'ylaysiz deyapti, you might want to reconsider that claim as education is a key part of society's growth and progress. Sen buni yana boshqacha o'ylab ko'r, chunki bu education, ya'ni ta'lim societyning growth'iga va progressiga juda ham muhim narsa demoqchi. When people are educated, they can significantly contribute to their families and society in various aspects and fields, thus creating a stable and stimulating community. Qachonki odamlar educated bo'lganda, ular o'zini oilasiga va jamiyatiga har xil javhalarda ko'p narsalar contribute qilsa bo'ladi, ya'ni hissa qo'sha oladi demoqchi. Va juda ham stable va yaxshi community yarata oladi. Why is education important to society? Nimaga jamiyatga ta'lim muhim? Let's take into account for some reasons. Ba'zi bir sabablar ko'rib chiqaylik. Birinchi sababi. Endi aytishingiz mumkin, bu artikel juda ham oson ekan. Bu easy artikel boshlanishiga biz hali qiyinlarni ham ko'ramiz, keyinchalik. Demak, birinchi reasoni creating more employment opportunities. Ya'ni ko'proq ish imkoniyatlarini yaratar ekan. Demak, education. Finding a job is not easy, especially in times of economic turmoil. Ya'ni ish topish oson emas. Ayniqsa o'sha economic down periodlarda. You often need to compete with hundreds of other candidates for a vacant position. Ya'ni siz ko'p odam bilan, ko'p kandidat bilan siz musobaqada bo'lishingiz kerak. Raqobatda bo'lasiz. In addition, the lower the education level, the greater the number of people applying for the same low-paying entry-level post. Ya'ni qanchalik education level is past bo'lsa, shuncha o'sha odam ko'p bo'ladi o'sha low-paying positionga. However, with the right qualifications and educational background, you will increase your chances of landing a fulfilling job. Lekin yaxshi o'sha to'g'ri kvalifikatsiyalar bilan, yaxshi education bilan siz o'zingizni shansingizni oshirsangiz bo'ladi o'sha ishni olishda. Would you like to find a way to stand out from a pool of applicants? Siz o'sha ko'p applikantlardan farqlanib turishni xohlaysizmi? Learn, educate yourself, graduate and get as many qualification, skills, knowledge and experience as possible. Demak, o'rganing, o'zingizni ta'lim oling, bitiring va ko'proq kvalifikatsiyalar oling, skilllar o'rganing, knowledge oling, experience oling, iloji boricha ko'proq. Demak, birinchisi nima ekan? Bizga ko'proq ish o'rinlarini yaratib berar ekan. Ikkinchisi, securing a higher income. Demak, bizga ko'proq income, ya'ni daromad qilishimizga yordam berar ekan. People with higher education and varied experience are more likely to get high-paying expert jobs. Ya'ni katta education bo'lgan odamlar va ko'p experience bo'lganlar o'sha katta pul olishadi. Study hard, dedicate your time and effort to acquire knowledge and reach a high level of competence if you would like to lead a comfortable lifestyle. Qattiq ishlang, ko'p vaqt ajrating va ko'p effort, ya'ni o'sha ishlang demoqchi. O'sha knowledge olishga, bilim olishga va o'sha high level of competence. Competence degani bu biror bir narsada ishlash qobiliyati, sizni qobiliyatingiz, o'sha qobiliyatga yeting demoqchi. Agar yaxshi comfortable hayot kechirmoqchi bo'lsangiz. Your credentials are what will motivate a potential employer to choose you instead of another candidate. Ya'ni sizning credentiallaringiz, ya'ni bu credential degan masalan sertifikat yoki o'sha sizni reliable qiluvchi manbalar. Sizni o'sha ishga oluvchini sizni tanlashga yordam beradi mana shu credentiallaringiz demoqchi. Studying hard throughout your school and studies shows you are not afraid of hard work and are able to fulfill your goals. Ya'ni siz qattiq o'qishingiz maktab paytida va sizda o'sha kollejdan farqi yo'q. Siz qattiq ishlashdan qo'rqmaysiz va siz
gollaringizda bemalol o'sha maqsadlaringizga erisha olasiz degan nima deydi, мненияni beradi, o'sha fikrni beradi. Employers see this as a huge advantage as they all prefer a responsible and knowledgeable workforce. Ya'ni ishchilarimiz buni juda ham katta foyda deb tushunadi, chunki bular har doim nima responsible va knowledgeable ishchilar xohlaydi. Ya'ni o'sha mas'uliyatli va bilimli ishchilar xohlaydi. Once you graduate, you can start searching for jobs that will give you the opportunity to practice what you have learned and at the same time secure sufficient pay for your needs. Siz bitirganingizdan keyin siz ishlar qidirsangiz bo'ladi va siz boshda practice qilsangiz bo'ladi. Unda nima o'rganganingizda va shu joyida siz o'sha qilgan ishingizga pul to'lanasiz. Nima ikkinchisi higher income ekan. Endi boshqa reasoni nima ekan? Developing a problem solving skills. Ya'ni siz problem solvingingizni rivojlantira olar ekansiz education orqali. One of the benefits of education is that the educational system teaches us how to obtain and develop critical and logical thinking and make independent decisions. Ya'ni bitta katta foydalarini educationni bu education sistemimiz bizga o'sha critical va logical thinkingni rivojlantirishga yordam berar ekan. When children become adults, they are faced with a lot of challenging issues. Pay off your student loans, get a job, buy a car and a house, provide for your family, etc. Ya'ni qachonki bolalar katta odam bo'lganda, katta o'sha adult bo'lganda, ular ko'p ishlar bilan keladi, yuzma-yuz bo'ladi. Masalan, student loanlar to'lash, ish olish, mashina olish, uy olish, oilasini boqish, shunga o'xshash narsalar. However, if one has spent years educating themselves, they should be able to make sound decisions on these various quandaries. Ya'ni aytmoqchiki, agar bittasi ko'p educate bo'lganda, ular zo'r decision, to'g'ri decisionlar, safe decisionlar qila oladi demoqchi. Sound deganda bitta ovoz emas, safe decisionlarni nazarda tutmoqda bular. Not only are people able to form their own opinions, but they're also good at finding solid and reliable arguments and evidence to back up and confirm their decisions. Odamlar faqatgina o'zini opinionini bo'lmaydi, mana shu education orqali, balki ular yaxshi argumentlar ham, isbotlar ham bera oladi o'zini decisionlari uchun. Demak, bizga problem solvingni rivojlantirishga yordam berar ekan. To'rtinchi reason, improving the economy. Demak, iqtisodni yaxshilar ekan. People with good academic and educational backgrounds tend to get well-paid jobs. Ya'ni yaxshi akademik va education bo'lgan odamlar yaxshi to'langan ishlarda ishlaydi. The higher their education and accomplishments, the better employment options they get. Qancha o'sha education yaxshi bo'lsa, o'sha employment optionlari ko'p bo'ladi demoqchi. People who grew up poor but educated themselves have a high chances to transform their lives, thus contributing to a decrease in society's poverty rates. Yoshligida kambag'al oilada bo'lgan, lekin o'zini o'qitgan odamlar keyinchalik hayotini o'zgartirsa bo'ladi. Bular overall jamiyatdagi kambag'allik anosini tushirar ekan, reytlarini. Education helps countries grow economically since it's about getting knowledge and being able to apply it wisely to our lives and at the same time improving other people's lives. Ya'ni ta'lim davlatlarga o'sishga yordam berar ekan economically, ya'ni iqtisod jihatidan, chunki bu faqatgina knowledge olish va bularni hayotimizga oqilona nima deydi, apply qilish ekan va boshqalarning ham hayotini yaxshilash. Demak, 5-inchisi, providing a prosperous and happy life. Prosperous degan happy bilan bir xil ma'no, ya'ni baxtli hayot yashash. Education has always secured respect from society. Ya'ni jamiyatdan har doim bu respect olib kelgan. Ya'ni masalan siz educated bo'lsangiz, siz respectedsizda, qolganlar masalan oilangizda, qarindoshlaringiz oldida, do'stlaringiz oldida siz educated bo'lsangiz, ancha hurmatingiz bor. In order to ensure a comfortable lifestyle, people should educate themselves and obtain a well-paid job to be successful and satisfied. Ya'ni yaxshi hayotda yashash uchun odamlar birinchi o'zini educate qilish kerak
va yaxshi ish topish kerak, o'sha muvaffaqiyatli va qoniqarli bo'lish uchun. It helps gain a better reputation and increases the chance of climbing the career ladder more easily and faster. Bu reputatsiyani olishga yordam beradi va siz career ladderda ko'tarilsangiz bo'ladi, ya'ni karyer jihatdan o'ssangiz bo'ladi demoqchi. Tezroq va osonroq. In turn, it provides financial resources for stable lives. People can afford to buy their own house and apartment and thus secure their children's happiness and success. Ya'ni mana shu jihatda, ya'ni mana shu as a result demoqchi, ular yaxshi uy ola oladi, yaxshi kvartira ola oladi va bolalarga ham o'sha baxtliligini va muvaffaqiyatini provide qilishi mumkin. Furthermore, being able to own your own home provides stability and increases self-confidence. Ya'ni sizda o'zingizda uyingiz bo'lishi sizda stabillikni oshiradi va sizga o'zingizga bo'lgan ishonchni oshirib beradi. It leads to creating a positive environment for families and communities. Ya'ni bu yaxshi positiv environment yaratishga yordam berar ekan. Children of homeowners are 116% are more likely to graduate from college than children of renters of the same age, race and income. Ya'ni statistikaga qaraydigan bo'lsak, o'sha home o'zini uyi bo'lgan bolalar, o'sha ota-onasida uyi bo'lganlar 116% ko'p shansi bor ekan bitirishga, ya'ni universitet tugatishga, anolarga qaraganda, rentda turganlarga. They are also 25% more likely to graduate from high school and have higher math and reading scores with fewer behavioral problems, according to research at the University of Tennessee. Demak, Tennessee universitetiga ko'ra, demak ular nafaqatgina mana shu graduate qiladi, balkim ular kattaroq math va reading skorlar ham olishi mumkin va behaviorda kamroq problema bo'lar ekan. Endi boshqa sababi, giving back to the community. Communityga qaytarib berish. How does education benefit society? Ya'ni education qanday qilib jamiyatga yordam berishi mumkin? Educated people understand how valuable it is to live in a stable and secure community. O'sha educated bo'lgan insonlarimiz qanchalik bu valuable degan biladi. Yaxshi secure communityda yashashda. They are more prone to taking part in projects that help improve not only their neighborhood but society as well. Ya'ni ular shunaqa proyektlarda qatnashadi, faqatgina o'zini mahallasi emas, balki polnisi jamiyatga yordam beradigan narsalarga. In addition, when people are able to afford their own home, they are more likely to take part not only in improving their homes but in solving local problems as well. Qachonki ular o'zini uyini sotib ola olsa, o'sha afford qila olsa, ular nafaqatgina uylarini yaxshilashga, balkim local problemlarni ham solve qilishga o'qilar ekan, qatnashishar ekan. After all, it is quite important to get involved and give a hand to the less fortunate ones in order to build a better place for all of us to live in. Nima bo'lganda ham bu muhim, mana shu yordam berish boshqalarga, o'zingizdan muhtojlarga yordam berish muhim deyapti. Yaxshiroq joy qilish uchun. Okay. 7. Creating modern society. Demak, zamonaviy jamiyat yaratish. Education is of key essence for modern society. Demak, modern society-ga juda ham muhim education. One needs to learn about culture, history and other important aspects so that they would be able to contribute to modern society. Bittasi kultura o'rganish kerak, historiya o'rganish kerak va boshqa narsalar hayotda o'rganish kerak. Modern, ya'ni zamonaviy jamiyatga hissa qo'shish uchun. Education molds people into leaders not only with knowledge about college subjects, but it also shows them how to lead with emotions and true values. Ya'ni ta'lim faqatgina insonlarni liderlarga aylantirmaydi, faqatgina o'sha universitetda berilgan fanlar orqali, balki ularga ko'rsatadiki, mana shu educationimiz qanday emotsiyalar bilan va qadriyatlar bilan o'sha liderlik qilishdi. Educated people can easily differentiate between right and wrong. Thus, education helps reduce the crime rate. Ya'ni mana shu ta'lim olgan insonlar, educated bo'lgan insonlar yaxshi va ya'ni to'g'ri va noto'g'rini biladi farqini. Va ular mana shu ta'lim crime rate, ya'ni o'sha nima deydi? Crime rate o'zbekchasi esimga kelmayapti. Crime rate kamaytirishga yordam berar ekan. Bad events are happening around the world.
only competent leaders can help guide us down a good and right path. Ya'ni yomon o'sha narsalar bo'lyapti dunyoda. Faqatgina bizda yaxshigina liderlar, o'sha munosib liderlarimiz yaxshi va to'g'ri yo'lga boshlay oladi demoqchi. 8-inchisi bridging the borders, ya'ni men o'zi nimani tushundim bridging the borders deganda boshqa odamlar bilan yaxshi, boshqa davlatlar bilan kommunikatsiyani yaxshilash. Digital education helps connect with people and organizations around the world. Xuddi shu narsa ekan. Ya'ni boshqa odamlar bilan, organizatsiyalar bilan biz connect qilsak bo'lar ekan education orqali. Borders are no longer there, ya'ni chegaralar yo'q. Being able to communicate and share opinions with people from other countries and cultures widens horizons and help us understand and appreciate each other. Ya'ni boshqalar bilan kommunicate qilish va o'zimizni fikrlarimizni boshqa davlatlar bilan, boshqa kulturalar bilan almashish, bu bizda dunyo qarashimizni kengaytiradi va bizga bir-birimizni hurmat qilishga yordam berar ekan. Demak, 9-inchisi creating equal opportunities, ya'ni teng imkoniyatlar yaratish. The importance of education in society has always been great, as it is irrespective of caste, race, gender, religion. Ya'ni mana shu educationning muhimligi jamiyatda har doim juda ham muhim bo'lgan, chunki bu racega qaramaydi, genderga qaramaydi, religion hech nimaga qaramaydi. Educated people are treated as equals on the basis of their knowledge and competence. Ya'ni hamma inson educated bo'lganlar bir xil nima deydi, muomala qilinadi. In addition to this, educated people are open-minded and are able to listen and accept other people's views regardless of the fact of how different they are. Ya'ni boshqa odamlar open-minded bo'ladi, educatedlar va ular bir-birini eshitadi va bir-birini nima deydi, fikrini qabul qiladi. Education offers a possibility to live independently and thus be free. Ya'ni educationimiz bizga o'zimiz mustaqil yashashga va tekin, ya'ni tekin deyman, ozod yashashga yordam beradi. It is our shelter against financial storms and wrong decisions. Bu bizda o'sha qalqonimiz, o'sha har xil finansiviy problemalar yoki xato qarorlarimizga. Introducing empowerment. Education is the key to turn weakness into strength. Empowerment degan kuchaytirish, by the way. Demak, education, ta'lim bu nima deydi, zaif taraflarimizni kuchli tarafimizga o'zgartirishga yordam berar ekan. Juda ham kalit ekan. It offers different tools and ways to understand problems that lay ahead of us and help resolve them. Ya'ni u ko'p toollar beradi, bizga yo'llar ko'rsatadi. O'sha problemalarni tushunishimizga, qaysiki bizni kelajagimizda turgan. More importantly, education provides us with considerable mental agility to make the right decisions and spring into action when needed. Ya'ni eng muhimi, education bizga o'sha mana shunaqa mental agility, mental sharpness ni berar ekan, to'g'ri decisionlar qilishga va ularni actionga qo'yishimizga yo'l ko'rsatar ekan. Many types of research show that educated women can more easily stand up against gender bias and martial violence as they have improved their decision making capabilities. Ya'ni ko'p o'sha tadqiqotlar ko'rsatar ekanki, o'sha educated bo'lgan ayollarimiz o'sha gender biasga, o'sha gender inequalityga qarshi tura oladi va o'sha marriage'dagi qanaqadir violence bo'lsa, o'shanga ham tura olar ekan. Whether it is about respect, a higher position in society, and professional environment, financial security, family stability, education provides all of this and much more. Ya'ni nima bo'lsa, bu hurmat bo'lsin yoki katta pozitsiyaga chiqmoqchisiz yoki zo'r professional environmentda yashamoqchisiz yoki siz finansiy securityga erishmoqchisiz, hammasida education bizga yordam beradi demoqchi. Home stability provided by owning your own home helps children who grew up in their own houses or apartments become more successful. Ya'ni mana shu home stability ham ko'p narsaga yordam berar ekan demoqchi. They are more likely to graduate school, buni aytdik. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya'ni education eng kuchli qurol ekan siz dunyoni o'zgartirishingiz uchun. As Nelson Mandela said. Nelson Mandela shuni aytgan ekan. Yaxshi quote, yoqdi. Xo'sh, it helps people become better citizens, get a better paid job, shows the difference between good and bad.
Demak, bizga yaxshi job olishimizga yordam beradi, yaxshi fuqaro bo'lishimizga yordam beradi, yaxshi va yomonni farqlashga yordam beradi. Education shows us the importance of hard work and at the same time helps us grow and develop. Ya'ni ta'lim bizga o'sha hard workda muhimligini ko'rsatadi va bizga o'sishimizga va rivojlanishimizga yordam beradi. Thus, we are able to shape a better society to live in by knowing and respecting rights, laws and regulations. Va shuning uchun ham biz yaxshi jamiyat yarata olamiz. Bir-birimizni hurmat qilib, o'sha qonunlarni, hamma narsani hurmat qilgan holda. Learning languages through education process helps interact with different people in order to exchange ideas, knowledge, good practices. It teaches us to live in harmony. Ya'ni boshqa tillar o'rganish ham, masalan, boshqa odamlar bilan communicate qilishimizga yordam berar ekan va bizga mana shu education harmoniyda yashashga o'rgatar ekan. Juda ham yaxshi artikel menimcha, juda unaqa qiyin artikel bo'lmadi. Menimcha bemalol tushundinglar. Yangi so'zlar bo'lgan bo'lsa yozib ketinglar. Demak, bunaqa qilamiz ekan. Bittadan artikel o'qiymiz. Endi vocabni tezlashtirishimiz kerak ekan, shuning uchun ko'proq biz kontekstni o'rganishga yordam ko'p praktik qilishimiz kerak o'zi. Demak, boshqa artikellarni keyingi safarga qoldiramiz. Bizda vaqtimiz sal chegaralangan. Demak, bugun readingni boshlaylik. Intro to readingni ko'raylik. Bu Erika Readingdan, Erika Reading kitobini ochdim. Demak, introduction to SAT reading. What does SAT reading test? Managing the reading test as a whole. The answer isn't always in the passage. Understanding answer choices. Understanding line references, strategies for reading passages. Skimming effectively means knowing what to focus on. Using keywords, managing questions without line references. How to work through questions with line references. General tips for reading prep. Demak, mana shu narsalarni ko'rib chiqaylik. Bu introduction edi. Menimcha ancha yordam beradi bu bizda o'sha overall SAT prepimizga. Bu 19-bet ekan. O'zi juda ham yaxshi kitob bu. Juda yoqadi. Hozir bir tiplar berib ketgan, o'zi qanday ishlatishdi. Bu o'zi Erika Reading juda eski kitob. Paper based paytida bor edi. Paper based ga moslashtirilganda o'zi ba'zi bir topiklar hozir digital SAT'da yo'q. Masalan aytgan, take a full length diagnostic test from the official SAT study guide. O'sha yerdan diagnostic test ol dedi. Lekin hozir unaqa emas, Blue Book bor, to'g'ri? Demak, birinchi diagnostic test olish kerak deyapti. Necha balda bo'lganingni aniqlab ol deyapti. Identify what you need to focus on. Nimaga fokus qilishingni bilib olgin deyapti. Work through relevant chapters, ya'ni kerakli bo'lgan chapterlarda ishlash. Build a bridge to the test, ya'ni testga bridge qurish. Review your mistakes, xatolar ko'rib chiqish. Repeat as necessary until you are consistently scoring in your desired range. Ya'ni qaytarish. Siz o'sha desired range ga kirmaguningizgacha. Bu yerda ozroq suggested reading bergan, chunki mana shu topiklardan tushish mumkin. New York Times, The Economist, Scientific American, National Geographic, Newsweek, Time Magazine, Smithsonian Magazine, The Atlantic, Wired va boshqalar. Qanaqa fictionlar o'qish kerak degan Julia Alvarez, Jane Austen, Charles Dickens va boshqalar, George Orwell. Key topic. Endi qanaqa topiklarga biz e'tibor berishimiz kerak? Renewable energy, big data, good or bad, reliability of scientific findings, the sharing economy, will new technologies create or destroy jobs, genetically modified foods, string theory, the Higgs boson, the Large Hadron Collider, disappearing coral reefs, declining bee populations. Mana shu odamlar science-ni o'qish deyapti. Key historical movements, bu o'sha social science-da ko'proq tushadi. The Revolutionary Period, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, Alexander Hamilton. Demak, Revolutionary Period o'qish kerak. The Abolitionist Movement, Transcendentalism, the Civil War, Women's Right Movement, and Women's Right Movements, the Progressive Movement and muckrakers, World Wars the First and the Second, the Civil Rights Movement,
Historical documents. Menimcha-chi, buni AI orqali yig'ib olib bitta joyga qilsak bo'ladi. Men iloji boricha buni topishga harakat qilaman bularni, bu topiklarni. Topolmagan paytimda ham AI bilan generate qilib kanalga tashlab qo'yaman, o'sha kanalga. O'zingiz qo'shimcha o'qisangiz bo'ladi. Xo'sh, introduction to SAT reading. Oldingi bu strukturasi bizga shart emas. Ular formati, men buni tushuntiray o'zi. O'zi SAT English qanaqa bo'ladi? SAT o'zi qanaqa? O'shani tushuntirishga harakat qilaman. Xo'sh, SAT ikkita qismga bo'lingan, ya'ni oddiy tilda tushuntiraman. Bu English, MS. Siz birinchi testga kirganingizda Englishdan boshlaysiz va ozroq break bor. 10 minute break. English qilib bo'lganingizdan keyin birinchi English bo'lsa, ikkinchi 10 minute break, uchinchisi Maths. Maths bo'ladi. O'sha bilan tugaydi. Endi Englishga qancha vaqt beriladi? O'zi qanaqa o'zi English desangiz, ikkita modul. Agar bilmasangiz, modul 1 bor, modul 2 bor. Ya'ni modul degan birinchi qism, ikkinchi qism. Mathsda ham xuddi shunaqa, modul 1, modul 2. Englishda 32 ta savol bor. 32 questions, 32 questions. I'm sorry. Juda ham adashib ketdim. Ozroq charchadim shekilli. 27 questions. 27 questions. Mathsda esa 22 ta savol bor. Bu yerda ham 22 ta savol bor. Ikkala modulda ham. Vaqtiga keladigan bo'lsak 32 minut, 32 minutes. Bu ham 32 minut. Bunga 35 minut beriladi sizga. Bitta ham 35 minut bor. Demak, xuddi shunaqa bo'ladi. Endi 10 minute break, overall 2,5 soatcha ketadi. Overall 2.5 hours. IELTS ga solishtiradigan bo'lsak, juda ham kam. Va oldingi paper based ga qaraganda. Demak, overall SAT hozir faqat digital formatda, only digital. Va biz uni Bluebook orqali topshiramiz. Bluebook degan приложение bor. O'sha приложениeni download qilib borasiz. O'zingizda devices orqali, masalan, aytaylik, sizda laptopingiz bo'lishi mumkin yoki iPadingiz bo'lishi mumkin. O'shani olib borib testni topshirasiz. Endi test ko'pincha digital deganda odamlar o'zini uyidan yoki boshqa joydan topshirish uchun unaqa emas. Siz faqatgina test centerga borib, o'sha nazorat ostida siz tekshirilasiz. Test topshirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa, endi formatiga qaytamiz. O'zi readingda tushadigan narsalar, o'zi Englishda reading and writing bor, bitta modulda ichida qo'shilib ketgan. Birinchi bo'lib reading keladi, keyin writing bo'ladi. Writing grammatika savollari, unaqa eshitmay yozmaysiz. By the way, hamma savollarimiz multiple choice bo'ladi. Hech qanaqa yozishingiz kerak bo'lgan narsa yo'q. Faqatgina Mathsda ba'zi bir joylarda, ba'zi bir questionlarda o'zingiz qo'lda yozishingiz kerak bo'ladi. Unda ham explanation yozmaysiz, faqat javobini qo'lda kiritishingiz kerak. Demak, readingda qanaqa passagelar tushadi? Fiction degani bu masalan hikoyalar yoki aytaylik literature deymiz o'zi. Literature topiklar tushadi. Bu yerda fiction degan endi masalan novel bo'lishi mumkin, qanaqadir asar bo'lishi mumkin, poem bo'lishi mumkin. Ular shunaqa narsalar. Social science boyagi aytgan narsalar, global topiklar bor edi. Qaytdi. Mana shu narsa social science deyiladi. O'shalar haqida ko'proq o'rganish kerak, o'qish kerak. Endi mana shu lessonlarimizni integrate qilishga harakat qilaman. Aytganimdek, yo AI orqali topaman yoki boshqa joydan topaman-da. Social science, natural science boyagi narsalar, o'sha fizika, biologiya shu topiklardan tushadi. Historical documents bu endi boyagi historical documents, o'sha muhim eventlar. Mana shu eventlar orqali tushadi. Shular haqida artikel o'qisak, menimcha ancha foydali bo'ladi. Okay. Bular sal eskiroq, shuning uchun unchalik o'qimaymiz. Okay, what does SAT reading test? Mana shuni o'qiylik. The SAT reading test is a literal comprehension test, but it is an argument comprehension test as well. Demak, sizda argument tushunganingiz yoki tushunmaganingizda tekshiruvchi test bu. It tests not only the ability to find bits of factual information in a passage, but also the capacity to understand how arguments are constructed and the ways in which specific textual evidence
Words, phrases, punctuation marks work together to convey ideas. Ya'ni aytyapti, faqatgina sizda berilgan informatsiyani shunchaki tushunish emas, balki argumentlar qanday qurilgani, ya'ni qanday argumentlar ishlayapti, tekst qanday tuzilgan, o'shani tushunishni tekshiradigan test. The focus is on moving beyond what a text says to understanding how the text says it. Ya'ni faqatgina tekst nima aytayotganidan qanday tekst buni aytayotganini tushunishga fokus beriladi. In other words, comprehension is necessary but not sufficient. Faqatgina tekstni tushunishingiz yetarli, kerakli, lekin u yetarli emas demoqchi. The skill that SAT requires is therefore something called rhetorical reading. Rhetoric is the art of persuasion, and reading rhetorically simply means the reading to understand an author's argument as well as the rhetorical role or function that various pieces of information play in creating the argument. Demak, SAT-dagi reading shunchaki reading deyilmaydi. Masalan, IELTS reading compare qiladigan bo'lsak, u shunchaki reading comprehension tekshiradi. SAT-ning reading rhetorical reading deyiladi. Rhetorical reading nima degani? Rhetoric o'zi nima degani desangiz, art of persuasion, ya'ni ko'ndirish san'ati. Va rhetorical reading degani argumentlarni tushunish va ularni maqsadi nima, ya'ni funksiyasi nima, o'shalarni ham tushunish. Reading this way is an acquirable skill, not an innate aptitude. It just takes practice. Juda ham muhim narsa, buni yozib olsak bo'ladi. Ya'ni bunaqa o'qish, rhetorical reading bu hech qanaqa tug'ilganingizda paydo bo'lib qolmaydi. Bu har doim praktika bilan keladigan bir qobiliyat demoqchi. Okay. While the primary focus of the redesigned SAT is on having students use so-called evidence to justify their responses, that is requiring them to identify which section of a passage provides the information necessary to answer a given question. The exam does still test a number of other skills. Ya'ni asosiy narsa evidence reading bo'lsa ham, ya'ni evidence based reading deydi o'zi ba'zilar. Evidence topish bo'lsa ham, boshqa skilllar ham tekshiriladi demoqchi. The most important of these include drawing a relationship between specific wordings and general abstract ideas. Demak, bu birinchi muhim skillimiz. Yozib olsangiz bo'ladi. Demak, nima deyapti? Shu joyni highlight qilsak bo'ladi. Hamchi. Hozir. Okay. Demak, bu birinchi ideyamiz. Eng muhim skilllardan bittasi ba'zi bir so'zlar, aynan spesifik so'zlar va ideyalar orasidagi bog'liqlik nima, o'shani topish. Ikkinchisi distinguishing between main ideas and supporting evidence. Ya'ni main idea nima va uni support qiladigan ideya nima, o'shalarni farqlay olish. Okay, second thing. Okay. Third thing, understanding how specific textual elements such as diction, word choice, syntax, and style convey meaning and tone. Ya'ni uchinchisi, tekstdagi elementlar, masalan aytaylik, komma bo'ladimi, virgul bo'ladimi, nima, virgul komma bitta narsa o'zi. O'sha narsalar ma'nosi nima, qanaqa rolda kelyapti va qanaqa ma'no bildiryapti, o'shalarni ham tushunish. Keeping track of multiple viewpoints and understanding inferring relationship between arguments and perspectives. Ya'ni har xil viewpointlar, har xil opinionlardan qarash va tushunish ularni va yashirin bog'liqlikni ham topish argumentlar va o'sha fikrlar orasidagi. And recognizing that it is possible for an author to agree with some aspect of an idea while rejecting others. Ya'ni ba'zi bir ideyalarga afterni tushunish, o'sha yozuvchini tushunish ideyasini, ba'zi bir ideyalarga u agree qilar ekan, boshqalarni reject qilar ekan. O'shani ham bilish demoqchi. Okay. This might sound like a lot to manage, but don't worry. We are going to break it down. Ya'ni bu juda ham ko'p bo'lishi mumkin siz uchun, lekin qayg'urmang, bularni break down qilamiz. Okay, nima skilllar test qilinadi? Birinchisi vocabulary in context, juda ham muhim bu. Demak, vocabulary in context questions test your ability to use context clues to identify alternate meanings of common words. Ya'ni o'zi bilasiz, SAT Englishda bitta so'z ko'p ma'noda kelishi mumkin. Va tekst orqali o'sha so'z qaysi ma'nosi orqali ifodalanib kelyapti, o'shani topishimiz kerak.
Masalan, content so'zi bor, to'g'ri? Boya ko'rdik buni ham. Content degan satisfied bo'lishi ham mumkin. Content bo'lsa, masalan, content creation o'sha ham bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda kelyapti? O'shani tushunishimiz. Big picture ikkinchi skillimiz. Big picture questions test your understanding of the passage as a whole. Ya'ni mana shu big pictureimiz passageni overall qanday tushunyapsiz? Katta pictureda o'shani tekshiradi. They may ask you to summarize, identify main points, or determine the purpose of a passage. Ya'ni ular sizni summary qilishni so'rashi mumkin, muhim pointlarni nima deydi tushunish, identify qilishni so'rashi mumkin yoki asl maqsadi nima passageda o'shani topishni so'rashi mumkin. Literal comprehension questionlar bor. They ask you to identify what the passage directly states. Ya'ni text shunchaki directly to'g'ridan to'g'ri nimani so'rayapti, o'shani bilish. King is inference questions. Inference questions ask you to identify what the passage suggests or the indirectly says. Yani inference savollarimiz ham bor. Ular indirectly, ya'ni to'g'ridan to'g'ri emas, yashiringan holatda nima demoqchi text, o'shani topish. Both literal comprehension and inference questions will frequently be followed by supporting evidence questions, which requires you to identify the specific lines in the passage that provide the answer to the previous questions. Bu bizga shart emas, bu hozir digital SAT'da yo'q, qolgan hammasi bor. Keyingisi extended reasoning. Extended reasoning questions ask you to apply ideas discussed in the passage to new situations. Bunaqa narsa ham yo'q, lekin bu support and undermine savolga tushib qolishi mumkin, balkim bordir. O'shani o'shanga o'xshash savol deb bu ham. Function or purpose. Bular aniq bor. Function or purpose question ask you to identify the rhetorical role, support, refute, criticize that various pieces of information play within a passage. Ya'ni nima roli bor o'sha tekstda roli nima? O'shani topishimiz. Rhetorical strategy and passage organization questions test your understanding of passage structure and point of view. Ya'ni rhetorical strategiyalarimiz va passage organization savollarimiz bor. Lekin passage organization hozir yo'q, bunaqa savolimiz. Rhetorical strategy menimcha yo'q bular ham. Tone and attitude degan savolimiz ham yo'q hozir, lekin mana shunaqalarni bilish menimcha words in context yordam beradi sizga. Bu savolda nimani test qilar ekan? Test your understanding of how specific words or phrases help establish an author's perspective. Ya'ni author nima demoqchi, o'shani topishga yordam beradi. Paired passage bor hali. Paired passage questions test your ability to compare text with different, often conflicting points of view, and to infer how each author would likely react to the other points of view. And paired passage boshqa avtorlarda orasidagi o'sha har xil conflicting va nima ideyalari bir-biriga qarshi yoki agree qiladigan o'shani topishga yordam berar ekan. Data analysis hali ham bor bu savol. Data analysis questions test your ability to interpret information presented in graph or table form and to determine whether and how it supports various pieces of information in a passage. Yani data questionlarimiz o'sha graphda yoki tableda berilgan informatsiyaga qarab tekstni nima deydi? Support qilishga so'raydi mana shu savol turlari. Each chapter in this book is devoted to specific type of question is followed by exercise that allow you to practice that particular skill. Demak, qanaqa skilllar tekshirilishini bilib oldik. Demak, mana shularga o'zimiz masalan artikel o'qiyotgandami, kitob o'qiyotgandami yoki boshqa holatlarda mana shularni o'zimiz develop qilishga harakat qilishimiz kerak. Bularni yaxshilab mana shu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, yaxshilab ko'ring, qaytarib ko'ring mana shu joyini. Bo'lmasam, mana shu tashab qo'yaman. Buni gruppaga, kanaldan ko'rsangiz bo'ladi. Okay. Just a second. Xo'sh, bu yerda endi time ni manage qilyapti. Bu shart emas, hozir boshqacha ishlanadi. Okay, bu yerda time management haqida gapirgan. Time managementni men tushuntirib ketay. Oldin boshqacha time managementda. Men hozir o'shani tushuntirib ketaman. Masalan, English uchun overall hozir 27 ta savol bor. Taxminan qarang, 1 dan 15-savolgacha reading questions bo'ladi. 27 ta savolda. Va 16 dan 27 gacha reading, writing questions, grammar questions desak bo'ladi. O'zi qanaqa orderda maslahat beraman? O'zi logikasi qanaqa? Easy to hard. Osondan qiyinga o'tishingiz kerak.
va osonlari ko'pincha writingda bo'ladi. Va shuning uchun birinchi bu writingdan boshlashni maslahat beraman. Birinchisi bunda, ikkinchisi bu. Va uchinchisi nima qilamiz desangiz, readingda bitta dual text degan bor. O'sha paired passage ko'rdik. O'sha paired passage uchinchi bo'lishi kerak. Endi vaqtiga keladigan bo'lsak, writingga taxminan aytaylik 30 sekund, 40 sekund ajratsangiz, readingga masalan 1,5 minut ajratsangiz bo'ladi. 1.5 minutes. Writingga 30 sekunddan 1 minutgacha. 0.5 to 1 minute. Paired passagega даже 2,5 minut ham 3 minut ham ketib qolishi mumkin, shuning uchun bu oxirida qilinadi. Endi bitta zo'r strategiya bor, skip and return degan. Bugundan apply qilsangiz bo'ladi time management uchun. Skip and return eng zo'r strategiya menimcha bu time managementda, lekin ko'p kishi oddiy deb o'ylaydi, shuning uchun unaqa effektivni deb o'ylamaydi. Skip and return degan ba'zi bir savollar tushunmasangiz yoki qiyinlik qilsa, siz uni skip qilasiz, keyin vaqtingiz qolganda qaytib ko'rsangiz bo'ladi. Va siz bitta tekstni agar tushunmayotgan bo'lsangiz 2-3 marta o'qishingiz shart emas. Shunchaki muhim joyini masalan 2-3 marta o'qish bilan общий tekstni 2-3 marta o'qishda farqi bor. Ya'ni siz ko'zingiz yetmayaptimi u savolni javob berishingizga, boshqasiga o'tib keting. Vaqtingizni o'qimang, isrof qilmaydi. Chunki bu test psychological testda, standardized testdan. Ya'ni siz psychologically confident bo'lsangiz, bemalol o'sha testni ishlay olasiz. Sizga calming down kerakda, o'sha pressure bo'lsa siz yaxshi ishlay olmaysiz, performance tushib ketadi. Shuning uchun ham easy to hard ishlash kerak. Yana shu joyini tushuntirib ketdim. Okay, keyingisi. The answer isn't always in the passage. Ya'ni javob har doim passageda emas deyapti. Okay. To'g'ri bu. One of the great truisms of SAT prep is that the answer is always in the passage, but in the reality, this statement is only half true. The information necessary to answer the question is always provided in the passage, but not necessarily the answer itself. Yani aytyapti, yana bitta zo'r trusi, bitta fact SAT-niki. Har doim answerimiz passageda bo'lishi. Ya'ni shunaqa deb o'ylaymiz. O'zi shu. Ko'p kishi o'ylaydi, passageda emas, boshqa joyda bizda external knowledge kerak deb o'ylaydi. Yo'q, lekin har doim answerimiz passageda. Ya'ni nima savol berilsa, kerakli informatsiya hammasi tekstda berilgan, shunchaki ba'zi payt u directly, ba'zi payt indirectly bo'lishi mumkin. Okay, the SAT tests the ability to draw relationship between specific wordings and general ideas. So while the correct answer will always be supported by specific wordings in the passage, which you are sometimes responsible for identifying, the whole point is that you must make the connection. That in essence the test. Ya'ni testni asosiy narsasi siz nima tekshirar ekan? Specific wordings va general ideas. Ya'ni aynan bitta so'z va general idealarda orasidagi relationship, connectionni tekshiradi. Va bu connection qaysi so'zlar bilan evidence qilgan. O'shani aynan topishingiz, siz support qilib berish qobiliyatingiz tekshiriladi. Okay. As a rule, therefore, the correct answers to most questions will usually not be stated word for word in the context. In fact, if the answer repeats phrasing from the passage word for word, you should approach that option very cautiously. Ya'ni aytmoqchiki, so'zma-so'z, masalan, IELTSga o'xshab shunday berib qo'yilmaydi, so'zma-so'z. Bu общий tekstda masalan boshida kelishi mumkin bitta evidence, oxirida kelishi mumkin, o'rtasida kelishi mumkin. IELTSga o'xshab bitta sentence'da berib qo'ymaydi. Ya'ni aytmoqchiki, agar siz so'zma-so'z evidence topsangiz, siz nabarot e'tiborliroq bo'lishingiz kerak demoqchi. The correct answer will usually refer to an idea that has been discussed in the passage and that has simply been rephrased. Ya'ni to'g'ri javobimiz shunchaki tekstdan olingan bo'ladi va u rephrase qilingan bo'ladi, paraphrase qilingan bo'ladi. Okay, your job is to determine that idea and identify the answer that rewards it using synonyms. Same idea, different words. Ya'ni siz sinonimlar orqali yoki o'sha paraphrasing orqali topishingiz kerak. Bir xil idea, lekin boshqacha so'z, boshqacha struktura demoqchi. Demak, to'g'ri javobimizda idea bir xil bo'ladi, lekin strukturasi yoki so'zlari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Okay. Just a second, we'll continue. Meni fikrimcha, qanaqa qilishimiz kerak? Endi sal menga clear bo'ldi. English kunida bunday qilamiz.
birinchi kun, masalan, birinchi English kunimizda vocab qilaylik. Keyin article o'qiylik. Keyin reading qilaylik. Bu bitta versiya. Keyingi English kunimizda vocab, book o'qiylik. Keyin writing qilaylik. Menimcha o'shanda ancha logical bo'ladi. Chunki vaqt jihatidan ham nima deydi? Ancha manage qila olamiz. Chunki past 2 soat bo'lib qolibdi, menimcha writing ulgurmaymiz. Okay, understanding answer choices. Bu juda ham muhim. Men bu haqida video ham qilganman. Traps, SAT traps degan video qilgandim. Ko'rsangiz bo'ladi kanaldan. Understanding answer choices, ya'ni qanaqa answer choicelar bor o'zi. Okay, although one or more incorrect answers may sound convincing, there is always a specific reason supported by the passage that wrong answers are wrong. Ya'ni har doim bitta sabab bor, nimaga xato javoblarimiz xatoligiga. Often they describe a situation that could be true, but that passage doesn't explicitly indicate it's true. They may also employ relatively abstract language that many test takers find confusing or difficult to comprehend. That said, incorrect answers typically fall into the following categories. Demak, shunaqa incorrect answerlarimiz bor, kategoriyalari. Bu masalan off topic, ya'ni not given, IELTS da o'qigan bo'lsangiz, masalan, tekstda berilmagan informatsiya berilgan o'sha haqida, lekin u informatsiyasi berilmagan o'sha tekst mavzu bo'yicha. Too broad, ya'ni juda ham general, too extreme yoki juda ham ekstremal bo'lishi mumkin. Masalan, never, always yoki mana bu joyda one scientist yoki scientist deb juda ham general bo'lishi, too general. Bu juda ham ekstremal. Masalan, ekstremal so'zlarga never, always, completely degan so'zlar kiradi. Half right, half wrong, ya'ni yarmi to'g'ri, yarmi xato. Could be true but not enough information. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin yaxshi informatsiya yetarli emas. True for the passage as a whole but not for the specific lines in question. Ya'ni questionga javob bermaydi, lekin to'g'ri tekstga qarasangiz to'g'ri, lekin tekstda bor, lekin javob bermayapti questionimizga. Finally, true but not stated in the passage. To'g'ri, lekin passageda berilmagan. Okay, on most questions, many test takers find it relatively easy to eliminate a couple of answers but routinely remain stuck between two plausible sounding options. Typically, the incorrect answer will fall into either the could be true but not enough information or the half right, half wrong category. Ko'pincha mana bularga e'tibor berishingiz kerak deyapti. In such cases, you must be willing to read very carefully in order to determine which answer the passage truly supports. Yaxshilab o'qishingiz kerak deyapti. Understanding line references bizga kerak emas, chunki bular yo'q hozir. Line reference degan. Okay, strategies for reading passages. One of the major challenges for SAT reading is that questions are arranged in two ways. First, in rough chronological order of the passage. Yo, bu to'g'ri emas. Bular shart emas. Bu noto'g'ri, bizga berilmagan. Hozir to'g'ri emas, bu digital SAT bo'yicha. Okay. Right. Ba'zi birlar eskida, chunki bizga to'g'ri kelmaydi. Skimming effectively, mana shuni o'qiylik. Skimming effectively means knowing what to focus on. Skimming degani ko'zni yugurtirib chiqish, lekin skip qilish emas. If you ask those rare lucky people who can race through the reading test in half an hour how they finish so quickly, they'll probably shrug and tell you that they're just reading the passages and answering the questions. Ya'ni o'sha lucky people'lardan so'rasangiz reading testda shunchaki aytadi, men o'qidim, javob berdim deydi. What most highly skilled readers often do not recognize, though, is that their naturally fast reading is actually the result of combination of specific skills. O'sha expertlarimiz, zo'r skilled readerlarimizda aslida ba'zi bir specific skilllari bor-da. But because expert readers generally perform those skills subconsciously, ya'ni bilmasdan qilgani uchun o'sha skilllarni, they can explain how they do or teach someone else to do it. Ya'ni ular mana shu narsani subconsciously, ya'ni bilmasdan qilgani uchun ular nima qilayotganini aniq tushuntirib bera olmaydi. The good news is that those skills can be learned. Mana shu skilllarni o'rgansa bo'ladi deyapti. You probably won't become a champion speed reader overnight, but you can learn to read more quickly and effectively. Ya'ni bir kunda siz chempion bo'lib qola olmaysiz tez o'qish bo'yicha, lekin siz ko'proq, tezroq va effectively o'qishda o'rgansangiz bo'ladi. Brute speed, no doubt, is a useful thing to have, but it is the whole story. It's not the whole story. Tez o'qish yaxshi, lekin bu общий kerakli narsa emas, eng muhim narsa emas.
In reality, the key is to read efficiently. Ya'ni muhim narsa biz efficiently, ya'ni samarali o'qishimiz kerak. If you understand main ideas, you can often use a general bird's eye view to answer some questions without even looking back at the passage, leaving you plenty of time to worry about questions that require more time. Ya'ni ba'zi bir main idealarni tushunsangiz, siz bittada passagega qaramasdan ko'p vaqtni tejab qolib javob bersangiz bo'ladi. Okay, what else do we have left? Xo'sh. Bu shart emas, hozir to'xtang. Line referencelar tushuntirib beryapti bizga. Overall ko'ryapman-da nimalar bor ekan. Okay. Mana shuni oxirigacha o'qib qo'yaylik, keyin general tipsga o'tamiz. One of the most common mistakes students make is to read as if every sentence were equally important. Yani har bitta so'z, har bitta gap muhim deb o'ylaydi. Ba'zi bir joylarni skim qilishingiz kerak, uzr. As a result, when they encounter something they don't understand, they assume it must be crucial and read it again. And if they still don't understand it, they still read it again. And then and again and again. Before they know it, they've spent almost a minute rereading a single sentence. When they finally move on, they're not only confused and frustrated, but they've also lost sight of what the passage is about. Xullas, o'qira ba'zi bir narsani keyin confuse bo'lib ketadi. Boyaga narsam, ya'ni skip and return. Okay, what is more, when most people skim through a passage, they simply try to read everything faster. With the result, they don't understand the passage as more than a string of values. Okay, mana shu qora joylarni o'qiylik. Effective skimming involves reading selectively. Xullas, skimming yaxshi qilish bu ba'zi bir joylarini selective qilib, ya'ni tanlab o'qish. Some sections are read very slowly while others are glanced over and even skipped. Ba'zi bir joylari asta o'qiysiz, sekin o'qiysiz, ba'zi bir joylarini shunchaki qarab qo'yasiz, ba'zi birlarini даже skip qilib ketsangiz bo'ladi. You should circle any words or phrases that indicate author is making a point. Ya'ni qaysi joyiga siz pay attention qilishingiz kerak, qachonki author point qilayotganda, bu digital SAT'da qanaqa bo'ladi, buni ham tushuntirib ketaman hali keyinchalik. Bu endi general tiplar. Okay. Xullas, bu joy shart emas, general tipsga o'taylik. Shu bilan tugatamiz. Qora joyini o'qib ketamiz. Men o'zim tushunganlarni aytaman. General tips for reading prep. If you are not in the habit of reading things written for educated adults, start now. Ya'ni boya bergan resurslarni o'qishda boshlang deyapti. Ya'ni habit qilish kerak. O'shani habit qilish kerak deyapti. Outside knowledge does matter. Ya'ni tashqi bilimingiz muhim. Ya'ni masalan siz social science o'qishingiz, natural sciencelar bilishingiz sizga muhim deyapti. Read exactly what's on the page in order from left to right. Yeah, bu shart emas bizga hozir. Be as literal as you possibly can. Worry about what the author is actually saying, not what she might try to say. Ya'ni tekstdagi bor informatsiyani ishlating bo'ldi. Boshqa narsaga o'tmang demoqchi. Answering a SAT reading question is a process. Ya'ni bu protsess ekan, SAT readinglarga javob berish. Okay, working through reading question is sometimes a process of trial and error. You make an assumption based on how text is usually put together and how text is typically constructed. And much of the time, it will turn out to be right. If you work from the understanding that main ideas are often stated in the conclusion, for example, you may sometimes be served by looking at a set of lines at the end of the passage first. Xullas aytmoqchi, bu practice qilasiz, SAT readinglardan yaxshi javob berishni o'rganasiz. Draw a line through the entire passage, not just a letter. Ya'ni polni text, big picture'ni o'qishda o'rganing. Passageda nima bo'lyapti? Always work in pencil. Hozir to'g'ri kelmaydi bu. Flexibility is key. Okay, flexibility muhim deyapti. The path to a perfect score is not linear. Ya'ni path to perfect score da aytmoqchi. Ba'zi bir joyda siz tez o'sasiz, ba'zi bir joylarda juda sekin o'sasiz. O'sha narsani tushuntirib bermoqchi. Zo'r skorga erishish uchun. Don't rush, shoshilmang deyapti. Understand what College Board wants. Okay, College Board nima xohlashini biling. College Board is always right and what you think doesn't matter. Okay.
Okay, be willing to consider that test might break its own rules. Ba'zi paytlarda exceptionlar bo'ladi, o'shani aytmoqchi. Find the answer to the passage, not the passage to the answer. Passagega answerni passagega moslashtiring, passageni answerga emas demoqchi. Every word in the answer choice counts, ya'ni har bitta so'zimiz muhim. Just because information is in a passage doesn't mean it's important. Ya'ni passageda bo'lishi informatsiyamizni bu muhim degani emas. Keep moving. O'sha skip and return degan narsa. If something confuses you, ignore it and focus on what you do understand. Xuddi shu narsa aytgan narsa. SAT reading is not a guessing game. It's not guessing. Evidence-ga tayanish kerak. Don't assume you'll always recognize the right answer when you see it. Ya'ni siz o'ylamang, bittada tushunib qolmaysiz to'g'ri javobni. There are no trick questions. Trick questionlar yo'q. Go back to the passage and read. Ba'zi payt passagega qaytib o'qishingizga to'g'ri keladi. Don't even read just half a sentence. Ya'ni faqatgina half emas, полный sentence o'qing demoqchi. If the answer isn't in the lines you're given, it must be somewhere else. Ya'ni line-da berilmagan bo'lsa, boshqa joyda bo'lishi mumkin. When in doubt, reread the end of the conclusion. Conclusion'da o'qing, qachonki shubhada bo'lsangiz. Writing things down is not a sign of weakness. Ya'ni ba'zi bir narsalar yozib olishingiz siz zaifligingizni, yaxshi tushunmasligingizni tushuntirmaydi. Ba'zi payt narsalar yozib olish kerak demoqchi. Order muhim deydi, boyaga aytgan order ham. Don't fight the test. Okay. Muhim general narsalar ko'rib chiqdik reading uchun. Bularni yana tashlab qo'yaman. O'zingiz bir ko'rib detalni tushunsangiz bo'ladi. Endi bugun vaqtimiz sal kamroq bo'lgani uchun men tezda cover qilishga harakat qildim. Уже qancha vaqt bo'libdi? Уже почти 2 soat bo'libdi. 1 soat 55 minut bo'libdi. Ancha narsani ko'rdik degan umiddaman. Endi birinchi dars bo'lgani uchun ozroq baribir sal xatoliklar bo'ldi. Endi o'zim uchun feedback bo'ldi. Yana clarity yanada yig'ildi. Endi demak yana bitta recap qilaydigan bo'lsak, bugun birinchi vocabni ko'rib chiqdik, keyin article o'qidik, uni tushunishga harakat qildik, keyin readingni ko'rdik. SAT readingda nimalar tekshiriladi, o'zi formati qanaqa, SAT English qanaqa, o'shalarni ko'rdik. Demak, strukturasi qanaqa bo'ladi darslarimizni? Bir kun English, bir kun Maths. English ham ikkitaga bo'linadi. Bir kun readingga fokus qilamiz, bir kun o'sha article o'qiymiz, ba'zi bir kunlari writing va book ko'rib chiqamiz. Va aynan o'sha resurslardan foydalanishga harakat qilaman bugun ko'rgan. O'sha internetda o'zidan topishga yoki AI dan so'rab o'sha bitta generate qilishga harakat qilaman. Demak, qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqadir feedback, suggestionlar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yana Telegram kanaldagi access qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha materiallarni o'sha shartlarni bajaring. Descriptionda qoldiraman o'sha ularni ham, Telegram kanalim, o'sha username'larimda. Demak, hammasini tashlab qo'yaman bugungi o'tgan narsalarni, ya'ni o'sha qismlarini aynan day 2 da. Day 1 ni ko'rmagan bo'lsangiz, yana day 1 ni ko'ring. Bugungi shartlarni yaxshilab tanishing. SAT ga yaxshilab tayyorlaning. Vaqtimiz kam qoldi. Demak, bugun ikkinchi kun tugagan bo'lsa, 178 kun qolibdi. Demak, birinchi, ikkinchi kunlar o'tdi. Hozircha shunaqa narsalar. Shu bilan ko'rishamiz ertangi kunda. Demak, ertangi kunda matematikani ko'rib chiqamiz. Faqat matematikada topic based bo'ladi. Unaqa general skilllarga ishlash shart emas. Mana sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha, xayr.